Assalomu alaykum. Ekran oldi qarindoshlar, hammalarga Abdurahim G'aniyevdan salom. Uyg'ur Oxana suhbat programmalaridan bugungi bu suhbat programmamizda Amerikada yashaydigan Mavla Yasin akamiz bilan Nuri Musabay akamizni Amerika saylimi va uning Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri haqidagi suhbat programmasiga taklif qildim. Assalomu alaykum Mavlanka, assalomu alaykum Nurmamatga. Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Emsak bugun suhbatimiz sal kechikib qoldi. Texniklik masala tufaylidan bu yosla boshlab ketdik emsak. Amerikada har 4 yilda o'tkaziladigan prezident saylimi oxirgi bosqichga kirib qoldi. Bu qatimqi saylam dunyoning siyosiy vaziyatida davolg'ish qilayotgan Ukraina Rus urushi jiddiy davomlashayotgan Xitoy Shimoliy Koreya Rossiyaga yordamlashib askar avatgan BRICS davlatlarimi jiddiy yig'in ochib Amerika dollari qarshi birlik hosil qilgandek vaziyatda shundaqla Isroilda Falastin urushimi jiddiy shaklda bo'layotgan, hatto O'rta Sharqda yana bir urush portlash ehtimolligi yuqori bo'layotgan bir mezgilga to'g'ri keldi. Biz savollarga kirishdan ilgari avval Amerikadagi partiyalar va uninki ideyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tib boqaylik. Nurg'unlagan davlatlarda masalan ko'plagan siyosiy partiya bor. Masalan Gollandiyani misolga olsak 16 bu 17 siyosiy partiya bor. Bular saylam qatnashgandan keyin tutib chiqqan partiyadan bir qancha partiya birlashib hokimiyat ichki kabinet tashkillab hukumat tashkillaydi-da hamda. Lekin Amerikada ikkili partiya bor ekan. Hozir ansab 3 partiya demdi. Cumhuriyet Partisi, Demokratlar Partisi deblarda hamda. Ara bu ikkili partiya bor ekan. Bu qanday Amerikada ikki partiya bo'ladi? Mush haftada hamda bir o'zingizga ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'lsangiz, avval Mavlankamdan boshlaydi, Mavlanka. Amerika'da hozir 3 partiya bor, Cumhuriyet, Demokratiya, yana bir Green Party deydi. Lekin u partiyaning hech qanday odam soni ko'p bo'lmagandan keyin o hech qachon saylandi yo'q. Ammo mavjud saylandı yo'q. Shuning uchun Amerikada asosan 2 partiya desak bo'ladi, 2 partiya bor. Bu 2 partiyaning mushta bo'lishi dastlabda Cumhuriyet partiyasi bo'lgan. Keyin endi bu Demokratiya partiyasini qo'shilib rasmiy bir sistemlashgan. Masalan, Abraham Lincolnlar bavaqlarda ular Cumhuriyet partiyasi. Keyin Demokratiya partiyasi bo'lib, ko'payib ketgan bu endi tarixda shakllangan. Nimishqa emas, bu nimishqani so'zlab kelsam bu bir tarixiy Amerikaningki bu ko'chmanlar davlatidan qurilib chiqqan bu davlatningki tarixiy mushu 2 partiyaga shakllanib ekan. Shu. Endi mush partiyaniki ideyasi to'g'rida Cumhuriyet partiyasi yoki Demokratik partiyalarniki mush haqida buningga bir javob bersangiz-da. Mavlanka buni yaxshi. Mavlanka buni siz javob bering, shuningki 2 partiyaniki ideyasi haqida. Qara 2 partiyaningchi amaliyotda nurg'uniyatda mundaq xalqaro vaziyatda masalanga Avstraliyaga bo'lganda bular birlikda, hozir masalan manda aytsak, Xitoy qarashtirishda birlikda. Endi bularningki mushu Amerikaning ichidagi eng chong farqi manda yaplaq tilsak Cumhuriyet partiyasi deydi. Bular baylardan oladigan bajni kim aytayli deydi. Bular degine baylarning qo'lda oladigan bajni kim etsak, baylarning qo'lda texmi jiq pul bo'lsa, bay degan pulni mablag' soladi. Mablag' solgandan keyin u yerda xizmat bo'ladi. Xalqlarni oladi, ishlaydi, shuning bilan xalqlar gadoylikdan boylik bo'lish yo'liga mangidi deb bularning deydigani baylarning qo'lidan baylarga bo'lgan bajni kim aytaydi deydi. Aşqa oldin qitim Trump 2016dan 2020-yil bo'lganda shu bajni 30 baylarga 33%dan 29%ga qisqartdi. Masalan, o qisqartish bizlarga foyda tegdi, lekin masalan bizlarga $10, $100 foyda tekkansa milliard, millioner, billioner baylarga 100 milyonlab foyda tegdi. Shuning uchun ama demokratiyani deydigini biz baylar emas, baylardan bajni sal ko'proq olaylik deydi. Bularning puli yetarlik. Biz kambag'al o'ttir qatlamdagi xalqlarga jiqroq bularning qo'liga pul beraylik.
Bular pul hajlaydiganlar deydi. Bular pul hajlasa, ma devletning iqtisod degan xalq pul hajlaganda rivojlandi. Consumer deydi, iste'molchilar ilib tursa Amerika degan bir ülke devlet ichidagi iste'molchilik devletning iqtisodining asosiy o'qi. Shuning uchun kambag'alning qo'lida pul bo'lmasa qandoq bo'ldi deb iqtisodchini jetsak, asosiyatdan deydig'ini mushu ikki. Masalan, keng doirada desak, hozirgi o Trump, Kamala, Bidenlar tushmadik, ha? Keng nuqtada ikki partiyani issak, bularning deydig'ini kambag'allarning qo'liga jiqroq pulni bersak, bularning boshini qilsak, boylardan boshini ko'proq olsak deydi. Hammaning asos iqtisod, bularning asosiy farqi müşahede. Onundan keyin mavo demokratiya regulation deydi. İlaq her birine bo'lgan tekshirishni kuchaytirdi. Masalan, sen su bir şirket, masalan, su sotadigan bir şirketni olsang, shu suvning tozligi qanday, qayerdan akildi, har bir bosqichni mushunda tekshirib chiqish kerak deydi. Cumhuriyetçiler Partiyasi regulation deydi. Bu regulation nimdek terdim qilsak bular qoida tuzumlarni sal qo'shaysak deydi. Bundaq hamma shirkatga hamma qoida tuzumni sen cheklab qo'yaversan, bu shirkat rasmiyatda. Shirkatlar bir mablag' silib taraqqiy qilishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu har xil shartlarni, har xil nimlarni qisqartaylik. Kolaylık bireyli. Kolaylık bireyli, asan bireyli deydi. Bu da Elon Musk'a çıkıp mı? Mesela ben Donald Trump'la kılıma, eğer mini iqtisadi mesele çıkırsın ben buluma, bulduğum birinci işim, şu Amerika'daki regulation'ni, muşini kıskarttım. Devlet baylarının yeri şu, ben meblağ sağında bana boğan çekilme az olsun deydi. Republik Cumhuriyetçiler deydi, çekilim az olsa ama kambag'allar bo'lgan eksploatatsiyami kuchayib ketadi, bularning turmushiga ta'sir etadi. Asosiyatdan keng doirada aytganda mush farq. O ichki nimkanda yani Amerika devletining ichki siyosati shu. Tashqi siyosatda sen qo'shimcha bo'lsa deb baqa. Nurmamatga unda bo'lsa, mamlakat aslında deb bo'ldi, tashqi siyosatda ikkisini o'zgarib ketmaydi. Mesela o'rta sharq dunyo siyosatida mesela birnikida birisi inkar qilyapmaydi, hech bir qachoncha 4 yilda saylanib chiqqan yangi prezident mesela hozir favqulodda Trump chiqib qolsa-mu, hech bir qachon Bidenning tashqi siyosatini unda ostin ustin qilyapmaydi. Bir Trump o'tgan qatim azroq farqli qilib muomala qilyapti. Undan boshqa vaqtda ular tashqi siyosatda cho'ng farq yo'q. Va ichki siyosatda degandek Cumhuriyetçiler biraz bay aksiyonlarınki partiyasi desak bo'ldi. Mao demokratlar kambag'al azroq sotsialist qilib ketib qoldi bilan, ya'ni chiqarma qildi. Kambag'allarni yo'lashga amroq. Masalan, men ashunday hukumatning paravollik bir departament ishlayman-da, shunga bizning demokratlar rais bo'lganda paravollik pul jiqib ketadi. Republiklar chiqqanda paravollik pul kesilib ketadi. Demek Republiklar biraz aksiyonlarniki baylarniki, yani Amerika'nın güçlük kılmayan halklarda bay kılmayan deydi. Demokratlar biz avval işçimizdeki halkını bay kılaylı, işçimizdeki halkını kembag'al koymayı, kembag'allarni tang ilib mangaylı deb işçi gücü hecdeydi. Şu ikisi farkı ciddi şu. Şunaqa çoğum çıkkanda azdelep baylardan bayının pulunu kılmayan da bayına bay kılmayan deydi. Demokrat çıkkanda çıkımını köpeytip kembag'al pulunu çekip şundan expense'larga spend deb qo'ydi, bularga chiqini bak jiq qilyaptinglar. Shundan bu o'tirsa, shunday bir ichki jihatga iqtisodiy chiqim, ya'ni mablag'ni ayirish demisda farqi bor. Yillik mablag' ayirib budjet. Shunda xalq kambag'allarga ayirish nimasi, ya'ni food stamp, manda bir yordam puli borchi, bularga shuni bu Republiklar jiq belgisi yok. Ular ilk kişiler özünü tapsın deydi. Ama demokratlar bularının biz yönetişimiz gerek deydi. Şimdi bir farkı vardı. Ama tashqi siyosatda cho'ng farqi yo'q. Mesela tashqi munosabatlarda Nur Mehmet so'zlab o'tib ketdi. O tashqi munosabatda manda misol olsak, Mao tashqi jihatda masalan Isroiliyaga qo'llashda Republik olsun, demokratiya bo'lsin, o'xshash. Ular
kim kelsa mesela Netanyahu kelsa xuddi bir cho'lpon kelgandek Avstraliya degan kichikgina bir 6-7 million bor davlat bu kichik. Bizim Los Angeles shahriniki bir 20 kelmaydigan davlat. U kichikgina bir yer. Rastlı kichikgina bir 5-6 futbol maydonchasiga yer deysanglar bo'ladi. Şuanın prezidenti Amerika keldigan shu olsa, xuddi bir bütün kongressning Republik bo'lsin, demokratiya bo'lsin chiqib ular shunda chavoq chaladi. U yoqildi. Chunki Amerikaning diplomatiya siyosatida Avstraliya bo'lsa, o'ttir sharqqa urgan qo'ziq. Hammasi tutib turdigan. Hozir masalan Ukraina masalasida bir qilchi bu daqiqa birdan turib so'zlaymiz. Ukraina masalasimi hozircha bu ikkisini bir bo'lgan yeri, chunki Ukrainani shu Rossiyaning darvosining oldiga urgan bir qo'ziq qilmoqchi. Shu bu yerlarda farqlanmaydi bularniki. Endi Trump chiqqandan keyin sal farqlandi. Trump Yevropadagi davlatlar bilan birlashishni burunqida qaramaydi. Bular bizga jiq pul bersin, bular biz jiq pul xarjlab ketib boramiz. Masalan, BDTni bo'lsin bo'ldi, bo'lmasin bo'ldi. Trumpning mandaq deydigan yerda demokratiya yo'q bu mandaq qo'shinni keng ko'lamda qo'shinlarni birlashtirayli deydi. Lekin masalan Trump Xitoyniga ta Trump chiqqicha Amerikaninki Xitoyga bo'lgan tashqi munosabat, tashqi diplomatiyasi asosiyatdan Xitoyga yo'l borish, Xitoyni paplash, Xitoyni xuddiyligi Xitoyga xushamat qilishdan mangan. Trump buni o'zgartirdi. Trump o'zgartganda darrulla bu demokratiyami Trumpning siyosatini haslab shuni siyosatini davomlashtirdi. Hozir Xitoy qarshi bu ikki partiyaning o'rtaq siyosatiga aylanib ketdi. Shu mushundaq narsa bu siyosat deganlar o'zgarib turgan narsa burungi Xitoy Gomindanning boshlig'i Jiang Zeminning Uyg'urcha Jiang Kaishi deb qo'yamiz-ku. Jiang Kaishining bir gapi bor, siyosat deganning 99 yuzi bor deydi. Shu bu siyosat degan o'zgarib turgan narsa. Asosiyatning cho'ng farqi yo'q. Ben bir so'z so'rasam-da, masalan, Mevlam kelsa qaysi partiyaning qo'llovchisi, qaysi partiyaga biletlaştırmoqchi? Men hozir bütün Uyg'urlarga deyman, qandaq partiyaga bilet tashlaydiganlarni oshkorlamanglar deyman. Men Amerikadagi Uyg'ur jamiyat raislariga bir nechasiga cho'nglig'im tilib o'rib, hargiz mani xohlayman, ali xohlamayman demanglar dedim. Chunki bizning Uyg'urlarning mani xohlayman, ani xohlamayman deydigan dasmirimiz yo'q. Masalan, Trump'ni tashladik. Trump'ga bilet taş. Kamala yengib qanday qilsizlar? So'zlashmoqchisi bor bu yerda. Kamala qolsa, masalan, Kamalaga tashladik. Trump tutib qanday qilsizlar? Shuning uchun bu Amerikadami Amerikaliklar bir-biriga so'ramaydi demaydi. Idoralar qat'iy bo'lmaydi. Amerikaliklarni aylanishgan. Böyle akıtmış olsa ikisi bir-biriga demaydi. Meğer bir iki tane sualı vardı da bu iki sualını şu başka sizinki tanılan partiye asasen soracağız. Birini sorayım. So'raymi? Ondan evvel ben nimeden soray Nur Mehmet Musa Bay Pakimizde rasma bir kısık çöntüde de unutib qaptım keçirem özür dileyim. Ben Nur Mehmet Musa Bay Pakimizde tunuşturayım dep unutib qaptım. Mevla Yasim hakkımızda hemimiz tunuyumuz köp ekrana çıkıp ket. Nur Mehmet Musa Bay Pakimiz Amerika'da yaşlı uzun bo'lgan burun Dünya Uygur Kurultayı'da yani 2009 yıldan 2012 yılgacha icraiya komitetining raisi bo'lgan ustoq. Baştaptish bo'lgan 2002 yıldan 2016 yılgacha Dünya Uygur Kurultayı'nın baş katibi bo'lgan ustoq. Jami 6 yıl Dünya Uygur Kurultayı'nda yani yuqori darajalik o'rinlarda xizmat qilgan akimiz. Ondan başka hem tor dünyasında hem İngilizce hem Uygurca obzordan yazılan siyasi obzorlarını hem obzorça bu vakit abinin kısa düşündürüşünü unutup kalktığını hemen azı turuklayıp koyayım. Hem size sual. Her 4 yılda bir katın ötküzüldüğün Amerika prezidentlik sayılımındaki neticesi çıkışım az kapı kaldı. 11. janat öğretti mi? 5 çıkırdı mı? Nemisi? 5. 5 ya çıkır hem de. Hem de hazır sayılamı hazır nemisi karagatta çürepinde çıkış ihtimali yukarıya dep karavat kalın vardı hem de. Eğer prezident çürem hazır hem de kandidat Cumhuriyet Partisi'nden kandidat namzat çürem bu kadar sayılan tutup çıkıp Amerika'nınki yani bir nöbetlik prezident olarak sayılanıp kap kalsa çüremden Xitoy ve Uygurlar olan siyasada kandak özgürlükler burada. Yani Xitoy olan siyasi kandak özgürlük burada.
Bunun Uyg'urlarga qanday bir paylik nima bilan ep kelaydi? Buningga Nurmehmet Musabay akimizning javob berishiga taklif qilay. Agar hozirda Amerikaning mushodiq medialdagi tashviqotlarida Trumpning o'tish ehtimolligi yuqori degan banda bu saylam degan futbolga o'xshaydigan narsa naq vaqti chiqqan vaqtida demasak ishga bo'lmaychi oxirgi nimdiki desak oxir 10-15 minutlik bir muhimlik kiste deydiganki shu belgilaydi ekan balkim Trump chiqar. Ama mening nimcha mayli Trump chiqsin mayli Kamal chiqsin Uyg'urlarga bo'layotgan hozirgi siyosat cho'ng o'zgarish bo'lib ketmaydi. Birinchi Trump chiqib qolsa texnik o'zgarish bo'ladi. Chunki Trumpning o'tgan 4 yillik davrda biz Uyg'urlar tarix eng qiyin kunni ko'rdik. Ya'ni qirg'in davrini Trumpning 4 yillik vaqtida ko'rdik. Shunday. Andan keyin mao Biden adı o'xshash endi Kamallar shu 4 yil oldi bizning Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik bo'layotgan davrni keyingi 4 yilligini Kamala yani Biden davri o'tkazdik. Uyg'urlarga bir hech bir amaliy harakat bo'lmadi. Ammo kongresslarda bir qonunlar chiqdi, majburiy emgakni to'xtatish, mollarni cheklash bo'ldi. Lekin Uyg'urlarda bir unumli ilgirlash bo'lmadi. Uyg'urlar jiqirilib ketdi, yo'qolib ketdi, madaniyatimiz yo'qolib ketdi, tilimiz yo'qolib ketdi, xalqqa yo'qolib ketdi. Buni Amerika hech bir ikkili partiya, mayli Trump bo'lsin, mayli Biden bo'lsin, hech qaysidan Uyg'urlarni bir aktiv holda, unumli holda bir qutqizdigan yoki saqlab qoldigan bir amaliy harakat qilmadi. Sap quruq media so'zlab qo'ydi. Endi Amerika shuni qila oladi deganda Amerika qila oladi. Dunyoda birinchi Allah, ikkinchi qasi Amerikaning Xitoyning gelini bo'g'ib, mana qimmat deyiladigan kuch bor. Lekin Amerika qilmadi. Chunki Amerika unda ish qilsa o'ziga ozroq badal to'laydi. Iqtisodiy ziyodatlar, tijoratlar to'xtab qoladi. Chunki Xitoylar biz savdo urushga cho'ng kirib qoldi. Qilmadi. Ammo Uyg'urlarning masalasiga Amerika bakliqi cho'nqur xuddi boshqa davlatlarga yana ya Kurdlarniki ya Ukrainaniki yoki boshqa davlatlarda bo'layotgan to'qnashuvlardek Uyg'ur masalasiga undaq nozik jiddiy qarmadi. Ayrim Xitoy siyosatida ayrim birliqi Uyg'ur masalasi deydigan bir tema tutib, uni jiddiy astoydil tutmadi. Ham chom chiqsimi, chopning chiqishida bu da saylanib, yana qayta chiqib qolsa, mencha chomni chom o'ngitmaydi. Chunki chomqi bo'lgan ba'zi bir analizlardan ko'rib, chom to'xtami yo'q, tikish yo'q deymiz biz Uyg'urchada. To'xtami yo'q bir rahbar. Ya'ni bu siyosatchi bo'lmagan ekan, Saudiya bo'lgan ekan, legal taxta bir kechilik, ya'ni Rusniki Boris Yelsinga o'xshash o'zi gongong, lushchak mijaz siyosatida bir kechilik qo'pol bir yon so'zlaydi. Uni vaqtida yana o'zgarib oldi. Andikan Trumpning qo'lidami o'tgankisida 4 yildami Trump Pentagon harbiy nima o'zi kontrol qila olmagan. O'zining Aqsaroyning buyrug'iga Pentagon bo'ysunmaganlari bor. Ya'ni huquqni muqim o'zi tutolmadi. Bu da chiqqanda qanday chiqdi, bizga qanchalik foiz tegdi, buni endi biz tahlil qilishimiz, lekin bizga cho'ng umid ketsak bo'lmaydi. Trumpning Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bildirgan burunmi yo'qdi. Bundan keyin unda qilib ketmaydi. Endi yangi kelgan tashqi ishlar ministri, muavin prezidenti biroz siyosiy bo'lib, biroq uzunroq tushungan, ya'ni Xitoyni kontrol qilish Uyg'urlar orqali bo'ldiği deb qaraydigan bir siyosiy yo'llar yordamchisi o'tirib kelib qolsa, balkim bizga inshaalloh bir foiz bo'ladi deyman. Ya'ni shundaqdimi? Agar Trumpni Uyg'urlarga saylanib qolsa aytib qoladi, Trumpni Uyg'urlarga yordam qildi deydiganga, ya'ni Uyg'urlarni o'zimizga nima deymiz? Uyg'urlar o'zimiz bog'liq yana. Biz Uyg'urlar chetaga biroz kuchliroq, biroz inoqroq, birlikroq, bir kuchli bir organ yak tashkilot bo'lsak, Amerika bizning ko'zdir qilib Xitoyga sag'idak biz, ko'zdir o'yniqdek bir kuchimiz bo'lsa, vaqtida Amerika xiloptaraq. Lekin hozir chet ellik Uyg'urlarning kuchimiz yo'q, chechilang'u. Hukumatimizning natisi bor, tashkilotimizning natisi bor, o'zimiz demokratiya, ishlik huquq deymiz, ammo o'zimiz diktator. Bunda bir vaqtlarda Trumpmi bizdan ancha foydali ketilmaydi deb qarayman. Shunaqa biz Uyg'urlarga mayli Kamala saylansin, mechamızda Uyg'urlarning bugungi taqdirida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Mushbet ma'nomdagi deb men shuna faraz qilaman. Endi Mevlankan, agar Kalama xonim saylanib qolsa deylik, Demokratiya partiyasi yana kilar huquqini, zontonlik nemisi huquqini qo'lga olib qilib qolsa, o'chada Xitoyga bo'lgan siyosatda bir o'zgarishlar bo'ladimi? Yana shu nima Biden zamanında xilci kanunlar ma'qullandigan nimaga? Amerikada Uyg'urlar haqida mesela şu mecbur emgak nimalarına küçük
hozirgi xalqaroda eng yiqiyotgan bir nima lobbichilik nimasi qolib qoldi bu nimasi Xitoyga bir qarshi turadigandan keyin. Yani mush narsani yana bir ilgirlagan holda yana bir Xitoyga qarshi bir nimalar o'zgarish bo'ladimi yoki yani burunqidek guldirova yomg'ir yo'qdek ishda qolib qoladimi? Qara avval bu saylamni kim tutdi degan masalachi buningga javob vermek intayin qiyin. Amerika'nın ben bütün mesela Fox News, CNN, NBC, muşu CBS, muşlar qarab baksan mı hemmisi birinin dellenmeydi. Çünkü 2016 yılı mesela Trump ile Hillary Clinton ikisi saylanğanda muşu saylandıgan günü yani saylan neticesi çıkan 6 saat kalan vaxtıda Hillary Clinton'ın tutuş neticesi bütün torlarda 80%. Lekin eng oxirgi 6 soatda Trump aşı o'ttirayotgan urush hal qilg'ich shtatlarning o'z tarafga tortib Trump tutib chiqib ketdi. Butun haqlarning mo'ljallamasini bekor qilib tashladi. 2020 yili Trump bilan Biden nim qildi. Biden gapini tuzuk qilolmaydi. O Trump'dan 5-6 asli Trump qeri, Trump'dan yani 5-6 yaş qeri odam mushta chiqqanda haqlar Trump'ni tutdi degan 70%dan oshgan. Lekin eng oxirgi kunda Biden electoral vote bilan umumiy popular vote deydi. Amerikada elektoral har bir shtatda masalan Kaliforniyada 61% odam demokratiyani sarlab 41% odam Republican'ni saylasa demokratiya utgan bo'ldi. Bütün Kaliforniyaninki saylan bileti demokratiya ketdi. 40%ning mi demokratiya ketdi. Buni electoral vote deydi. Ondaki popular vote deganda eng oxiri zat qaysi jiq son oldi deganni Amerika bo'yicha uni bir hisoblab boqdi. Shu ikkisida Biden tutib chiqib ketdi. Shuning uchun bu saylam deganda bir hozir masalan avval Biden bilan bu saylam emish Biden bilan Trump o'tira boshlangan. O vaqtda Biden sahnaga chiqsa uxlab qolganda mushta beshini qilding deb gapini topolmay sahnadan tushunmay butun xalq Biden ustida deb nima Trump'ni ustida Trump Biden'dan bunda insan 70'te 30'ti. Trump'ı çokum ustida degan. Hem Trump'a Biden'a karşı Cumhuriyet Partiyasi 260 milyon dolar haclab qo'ygan. O Biden mı onda bo'lganda qiyir mushta turgan bilan shu Amerikaning poytaxti Oqsaroyda kongressda ishlagan 50 kishi bo'lgan bir qiyir tulka az bir 2 oy qolgandilar men saylanmayman debla hatto chiqib ketdi. Ilaqma oldin ketdim 36 so'zlaganda so'zladim. Qazonning qaynitishini to'xtatmansang o'choqni ostiga o'tan tortib etdim. O'zi chiqib ketiblar. Bu Trump'ның bütün atkan okunu bekar qilib tashladi. Shunda Kamala chiqdi. Kamala chiqqandiki bu Kamala 59 yosh. O Biden Trump Biden'ni qerida tillatdi. O'ldi, sleepy, yo'lini topolmaydi dedi. Hozir bu qerlik o'ziga o'tib qoldi. Kamala 59 yosh, u 78 yosh. Shuning bilan bu chiqitlar Kamala Biden'dan Trump'ni eshib ketdi. İşip ketgandan keyin bu saylab undan keyin yana qand qilib hozir bu ikkisi mushu tang ketib bordi. Hech qasni dallamas. Masalan men hozir CNN'ninkiga qarab baqsam, to'xta. Bu ikkisiniki men CNN'ninkiga qarsam, masalan ayollar balını qo'ltiqida bala qolsa uni ilib etmaslik erkinlik bo'lishi kerak. Bu degan Amerika Night Muyum abortion right deydi. Buningda Harris, Kamala 21 numar yuqori. Buningdagi demokratiyani qo'g'dash deganda Kamala Biden'dan 4 numar yuqori. Bu ikkisida ayollarning animesi bekçi bütün ayollar mesela Kamala'nı kollayman depla bu bizninki hukukumuzni qo'g'daydi ekan deb ham ayollar saylam chiqqan tutib oldi Kamala. Lekin tashqi diplomatiyada Trump 10 numar ilgari. Mana ko'ryapsiz. Hozirgi mushtarak CNN'nikini ko'ryaptim. Trump 13 numar ilgari. Masalan ko'chmanlarni to'sash. Bularda Trump 16 numar ilgari. Hem de xalqlarning har bir saylamda kim
qaysini noqta qiladi. Buningda bu saylam qarasang, iliq error margin deydi. Ya man 1-2 numar ilgari, a 1-2 numar ilgari. Shuning uchun bu yerda saylam dalam biz Uyg'urlarningki o'zimizning mustaqil statistikasi yo'q-ku. Biz bu cho'nglar qarab mushlar deymiz. Ikkisi saylanib qolsa, mening ansiraydigan yerlarim bor. Masalanga Kamala saylanib qolsa, Xitoyga bo'lgan siyosatni yumshab qolamdimki deb o'ylayman. Chunki Kamala saylagan muavin prezident Tim Walz o Xitoyda 7-8 yil dars o'tgan. Xitoyda 7-8 yil dars o'tgandan keyin Xitoyning issiq o'tib qolish ehtimoli bor. Endi undaq deganim bo'lmaydi. Bir necha Xitoy qarshi kitob yozganlar Jungo to'ngdab qo'ydi. Xitoyni degan tilni shunga bilgan Amerikaliklar bor. Xitoy qarshi yozganlar, ular Xitoyda 10 yil, 15 yil dars o'tganlar. O masalanga mening Tim Walz'ni Xitoy taraf bo'lib qolamdi. Uqmayman. Chunki shuning uchun bu yerda menda andish bor. 8 yil yotgandan keyin Xitoy degan yomon narsa issig'ini o'tkazib qo'ydi. Qara. Bizning ikkinchi jumriyat shu Xitoy xotinli bolalar bor, shular Xitoy xotinli bor, hamma issig'ini o'tkazib jumriyatni vayron qilib o'tgan. Shuning uchun men har qanday bir Xitoy xotin odamga qat'iy 100 yil ishonmayman men. Ishqimat Donald Trumpningki bu bir qolma Nurmamatni deb ketdi. Bugun gap bilan at gap yo'q, ila qaraqchi odamdek so'zlaydi. Bu bir siyosatdan kar yo'q, o'zining kallasi kelgan deydi. Ila bugun bir odamni diplomatiyaningki tashqi ishlar ministri qiz at ip tashlab yetdi. Mijozninki turaqligi yo'q buningki. Ila kayfiyatninki o'ng to'nliq ishliq. Lekin bu vice presidentga sayilgan ma J.D. Vance Uyg'urchada Vance deb o'qindi. Bu vücudumuzni, kuchimizni Xitoy qarshi turaydi. Shu to'g'riliq necha maqol yozgan bu. Agar masalan Trump tutib qolsa, Trump 3 yildan keyin chiqib ketadi deb qayeri azon gapini topolmayman. 1-2 soat so'zlagan qilayman so'zlaydigan bo'lib qoldi. Trump chiqib ketib qolsa, agar bu bo'lsa Xitoyga qarshi siyosat xeyli uzun davomlashadi. Lekin bu huquqni olganda o'zgarib qolamdi, uqmaysa. Shuning uchun hozir qaysi bo'ladi? Qaysini ehtimoli bor, ma'qutib ketdi degan bir o'lcham hozirgacha hech kim berolmaydi. Butun CNN, NBC, CBS, eng shu jumhuriyatchilarningki kanal bor, Fox News deydigan. Bular hammasi bununla aniq beremedi. Fox News alsan Donald Trump tutuldu deydi. CNN'den alsan kalama tutuluşu mümkün deydi. Bu yerda her adam o'zi oldiga so'zlaydi. Shuning uchun bu yerda bir aniq o'lcham va tushuncha berolmaydi. Shu aşkı men Uyg'urlar dedim. Men bir necha kim tilga urib qo'ydim. Uyg'urlar bu masalaga o'zlarini fikrini bermanglar, palanchini xohlayman, palanchini xohlayman Amerikadagi Uyg'urlar dedim. Bo'lmi cho'ng tashkilotlar mayli dunyodagi har qanday tashkilotlar qizib ketib Donald Trump ma'xolimiz deb ketmanglar. Bizning bunda uni qo'llayman, ma'nin qarshi turman deydigan Uyg'urlarning hech qanday dasmiri yo'q. Shuning uchun biz o'ttirib turib kim saylansa shuning bilan xizmat qilamiz. Biletni tashlasanglar bo'ldi, o'zinglar bilib qolganini da'vatman shu. Xitoy bo'lgan siyosat o'zgarmaydi. Lekin Xitoy bo'lgan siyosat meningcha dastlab o'zgarmaydi. Keyin masalan Donald Trump o'zgarmaydi. Vice President'te onunki muavin prezidentine men ishoncham kuchli. Kamala Harris o'zgarib qolamdi, gumonim bor. Chunki Tim Walz bor. Lekin budaqa nemisda Kongress bilan Senat ikkisini, Ovam palata bilan Kenga palatasi ikkisini Cumhuriyet Partiya ip qilishi mumkin. Hozir u ehtimol, agar u ikkisi ip qolsa, demokrat o Xitoy qarshi siyosat texmi kuchiydi, davomlashadi. Endi undaqli desan ham bo'lmaydi. Masalan, Trumpning birliqiga ishi Xitoy Amerikaningki 40 yillik siyosatini o'zgartirib, Xitoyga bo'lgan qo'shamat siyosatini Xitoy qarshi siyosatga o'zgartirdi. Biden chiqqandan keyin bu siyosatni davomlashtirib, natijasida kuchlantiryapti. Xitoy qarshi barliq qonunlar mush Biden huquq olgandan keyin o'ttirib qo'yildi. Butun qo'yildi. Albatta ikkili partiya qo'lladi. Shuning uchun hozir bu yerda aniq hech kimimiz o'lchab berolmaymiz. Mehmet qo'shimcha qilay, agar manda bo'ldi-da, biz Uyg'urlar bir talay xalqchu, bir talay xalq. Biz bu Uyg'urlar ishi endi bir ro'yobga chiqay yoki media chiqaysa, dunyoda bir voqea chiqadi, bizning ishimiz unutib ketadi. Ha shu
eng o'sha eng qisqa aytgan yaqin jarımsam 2017-yili bizda o'sha irqiy qirg'izlik boshlanganda endi bo'lishig'illam dunyoda bir vaqa bo'ldi pandemik Xitoyning virus taqib butun dunyoda xalq o'zining jini qo'g'dashlab ketib davlatdan o'tib bu bizni unutib qoldi. Shunlar bizni Xitoy xohlagan chiqarib oldi to'shildi. Endi bu yuqorgi kasallar bu mikrofon oldi endi bir dunyo tartib tushib endi o'zini qilay degandim Rossiya bilan Ukraina urush chiqib Yevropa o'zini qo'g'dash bilan Amerika Ukraina qo'g'dashlar butun dunyo Rusdan qo'rqishlar bo'lib yana bizni unutib ketdi. Endilikda bu Amerikaning saylan bo'lib bizga bu ikki partiyaning qaysi bilan chiqar bizga bir ülkelemsek ikkinchi bir urush O'rta Sharqda portlash oldida. Endi O'rta Sharqdagi urush bu Amerikaning chantomini taqishadigan muhim urush. Amerikaning urushi desak bo'laverdi. Bunda vaqtda biz Uyg'urlarga yana ko'ngil bo'lish, agar mush O'rta Sharqdagi urush, Rossiya urushi davom etsa, biz Uyg'urlarga bo'lgan ko'ngil bo'lish astlab ketadi. Agar dunyo burunqidek tinch shaklda turgan bo'lsa, Donald Trump boshlagan Xitoy qarshi turish siyosati Xitoy qarshi turish siyosatini yetib qolgan. Ya'ni Xitoy kuchni g'arbga bir tahdid paydo qilayotgan kelgan Amerikaning siyosiy yo'llari kongressida Xitoyni bizga kelgusi tahdid bo'ldi deb ancha diyor kelgan ochiq lekin Donald Trumpning prezident vaqtida ochiqqa bir hukumat e'lon qilib tashqi siyosat Xitoy tashqi siyosatning bir rolini almashtirdi. Buni Biden hozir xatarlikida Amerika O'rta Sharq esa Rossiya urushi Amerikaning Xitoyga bo'lgan qattiq qo'lligini biroz keyni tortib qo'yadi. Chunki urushda ikki yangmasa bo'lmaydi. Ukraina urushda yangmasa Yevropalik Amerika qo'shilmaydi. O'rta Sharq urushda Isroil yangmasa Amerika qilayotgan Isroillik Amerikaning butun lobbichilari, butun millatlari, media, qonun hammasi Yahudilar. Bu Yahudining lobbisilar men o'tqanlar. Shuningga kongresschilarmi birasi Isroilga qarshi yaqib qo'ysalar, bir hafta qolmaydi budoq saylan tushib ketadi-ku bu. Shuningga hozir biz Uyg'urlarga bir omadsiz bir vaqt kelyapti. Ta'yimiz yo'q bir millat, Xudoyim nima bo'ldiki o'qimaymiz. Endi bu urush bor. Shuning hozir yana xatarlik yeri bu da bayli qaysisin. Agar Xitoyni O'rta Sharqdagi shu Isroil urushidan hozir Eronga tutishdi urushning urushi endi. Xitoyni bu yordamga ya'ni BRIC'dagi eng kuchli, kesakdagi eng kuchli davlatning birisi Xitoy. Xitoyni bunga asirtdan yordam beryapti. Eron orqali bo'lib, Hezbollahga, Hamasga yordam beryapti. Xitoy beryapti ham uni yo'shagan bilan. Uni yana cho'ngroq yordam bo'lib qilish, Eronni qo'llamaslik, agar Eron bilan Isroil urushga bu o'rtoqda ikki partiya bizni qurbon qilish ehtimoli bor. Chunki biz musulmon, oyat urushayotgan musulmon O'rta Sharqdagi ikki musulmonni qurbon qilib qo'yish mumkin. Bu siyosatchi deganlar yuzsiz bo'ladi-ku. Shunday bu hozir masalan bugun Amerikadagi musulmonlar bugungi Gaza urushida bugungi Baydendan norozi bo'lgan bilan chom chiqsa chom birinchi darajalik musulmon urush prezidenti o'tgan 4 yillik vaqtida 6 musulmon davlatni Amerika kirmas qilgan. Visni kansel qilgan. Musulmonga qarshi Amerikada eng chong islomofiyaning tug'ilib biqurib taraqqiy qilishiga sababchi bo'lgan Trumpning siyosati. Ya'ni Amerika tushiga Amerikani kuchli qilish, o'sha terrorizm O'rta Sharq 6 davlatni cheklab o'tgan. Shunaqa hozir bizning qimdamiz bir xil qaymoqchilik bir siyosatning ostida. Qanday qilsa, hamda biz Uyg'urlar mayli qaysini saylayli, qaysiga ovoz berayli, bizning kuchimiz ularga ovozimiz hech bir ta'sir qilmaydi. Lekin bu ishga tutib chiqsimi, hozir dunyo vaziyatidan bizga bir foyda keladigan, bizga ko'ngil biladigan bir fursat yo'q. Ammo ishga urush dunyoning diqqatini shakti bor, funni aktiv bordi. Endi bu hozir Xitoy, Amerikaning mayli ishga Xitoy siyosatida Amerika Xitoyga bir siyosat yurgizib, Xitoyni kontrol qilmaydi deganda biz Uyg'urlar uning ichida belgilik rol o'ynaydigan, belgilik omil bo'lishni biz kuchli bo'lishimiz kerak. Tashqi jihat, ya'ni Xitoyga ogohlantirish bera oladigan, Xitoyga tahdid paydo qila oladigan, agar Amerika bizni azroq qo'llab qo'ysa, Xitoyning azroq jon turib tegalaydigan bizda bir potensial kuch bo'lgan bo'lsa, Amerika bizni yaxshi foydalanadi. Lekin biz hech qanday kuch yo'q. Quruq vaqirab qo'yganlar, rasm chiqib qo'yganlar kuch yo'qmaganga Amerika bizni ignor, ya'ni ko'zgilmagandek, mensimagandek muomala qiladi. Shuning bilan biz qurbon bo'lib ketib qolamiz. Endi bundagi bu ikkisi qaysi son mening nazarimda biz Uyg'urlarga hozirgi dunyo siyosatida bo'layotgan bu qirg'in, O'rta Sharq urushi, Ukraina urushi, bu ancha Shimoliy Koreya ham u yoqqa urushga ketib bordi, texnik qaynayotdi-da. Bunda vaqtida Xitoyning tishiga tegmaydi. Chunki u Xitoy bir o'mchikning to'rida bu buzuvchi. Buni tegmay bizni qurbon qilib degan bir andisham bor. Menimcha Nurmamatning andishi neni men toza uningga ma'qul bo'lib ketmayman.
Çünkü Ukrayna urushini eslolsang, Ukrayna urushi masalan u urushda Xitoy bilan Amerikaningki ayrilishi nihoyat aniq. Xitoy Rossiyani qo'llaydi. Rossiyani qo'llamaydigan dasmiri yo'q. Rossiya yengilib ketsa Xitoy uchun u vaqtda Xitoyning eng chong bir ittifoqdoshi yo'qaydi. Amerika qarshi turishda. Shuning uchun bu Ukrayna bilan nimaning urushining qanchalik keskinlishi amaliyotda Uyg'urlarning Amerikaning ko'zidagi roli ko'paydi. Bunun acizlaşmaydı. Bu urushda chunki Xitoymi hech qachon Amerika sen Ukrainaga Roska bo'lgan yordamingni azaytsang, Roska bo'lgan sal qattiqroq tursang, biz Uyg'urlar bo'lgan siyosatingni bo'shaytimiz desa Xitoy ma'qul demaydi. Chunki Xitoy Uyg'urni kontrol qila oladi. Nima qilishdan qat'iy nazar. Rossiyani qurbon qilolmaydi Xitoy. U Rossiyaning jon tomiri. Xitoy xalqaro siyosatining jon tomiri bo'libmi Shi Jinping Rosparas. Shuning uchun u jihatda Xitoy Rossiyaga urush bu yerda manda so'dilishadigan ish ancha yo'q bu yerda. Uyg'urlarning vazni nihoyat kichik buningda. Shuning uchun bu yerda O'rta Osiyodami Xitoy masalanga hech qachon Hizbullohni, Hamasni, Ironni qurbon qilib Uyg'urlarga Amerika bilan savdo qilmaydi. Chunki hozir Amerika o'tira urushda naytmi Amerika bu Isroiliya bilan urush qilding degan so'z shu Amerika bilan urush qilding deganga o'xshashligi. Isroiliya kichkina 6-7 million odam bor u yerda. Shu odam butun atrofda hozir nima Libanonni hujum qildi, Gazani bombardimon qildi, Ironni qildi, Suriyani qildi. 6 million odam. Bu yoqdagi atrofdagi odamni yig'sa 70-80 million odam. Bu odamlar bilan nim qilishi chunki bu Isroiliyaning tugmas bitmas iqtisodiy va harbiy manbasi bor. Eng chong qurolli qo'shini bor. Amerikaning aviamatkasi ashada hadislar keladi. Angliya uning yaqin qo'shini. Shuning uchun bu Isroiliya Amerika qo'llash bularningki siyosatning tashqi niyosining eng muhimi hamma Isroiliya bo'lsa Amerikaning o'ttir sharqqa urgan qo'ziqi. Isroiliya hammani bombardimon qilyotdi. Amerika qo'shilmay qilolmaydi. Amerika mush urush orqali butun arablarga da'vatidi. G'itqis hammangning jajisini berman degan signalni beryapti hamisiga. O'rta Osiyo butun Arablarmi buniki butun musulmon davlatlar Xitoy tarafga eqib mangadi. Chunki burun Rossiya Sovet ittifoqi botdi. Bularning bunda tangpungliqni saqlaydigan hozir Sovetning kichik, o Sovetningki 1 yillik GDP'si bizning bir Los Angelesga yetmaydi. Iqtisodiyotni hisoblasa Amerika Rossiyaga nisbatan olganda natijasi cho'ng kuchli harbiy jihatdan. Shuning uchun bu arablar, musulmon davlatlar hozir o'ziga biroz tayanch izlab shu Xitoy tarafga nim qildi. Shuning uchun Xitoymi hech qachon Amerika sen Uyg'urga bo'lgan qo'llashingni azaytsang, men Hizbullohga, arablarga mala bo'lgan qo'llashimni azaytaman deb Xitoymi uningga mangmaydi. Shuning uchun bu yerda ancha so'dilishadigan ish yo'q. Bunda vaqtda Uyg'urlarning ishi agar biz gap bizda. To'g'rimi? Ben şimdi dedim ki gap bizde de. Agar biz yaxshi bo'lsak, hozir Isroiliya o'ttir sharq urushi, Ukraina urushi Uyg'urlarning ishining taraqqiy qilishida cho'ng klass yaxshi rol o'ynaydi. Kuchlik bo'lsam, sen rol o'ynagandek, sende bir potansiyel, sende bir manba bo'lsa, anandaki rol bo'lmasa bu hozir ahvolimizda rol o'ynaydi, o'tgan 4 yilda o'ynamadi. Bundaki mushohadat tutsak o'ynamaydi. Yamayri bazı bir dair bazı dedim ben Rusya setiyordu demedim. Hazır Rusya bilen Ukrayna o töşül oldu. O töşülde 5 bir Uygur'un payda olmadı. Amerika Xitay'ın payda olmadı. Bir yıl gitip vardı. Xitay elbette satmaydı. Etmek. Hazır O'ttir Şark uruşida Xitay mı Hamas'ın satıyordu satmaydı. Menfaat geldi satıyordu. Çünkü o devlet menfaati özünün. Çünkü Xitay özünün G'arbiy chegarasi bizning Uyg'urlardan ensiragilik. Biz hatta bizni shunchalik qirg'ib ojiz bo'lgan bilan chunki tuproq egasiz biz, da'vogar biz. Vaqti kelganda G'arb bizni yana ozroq qo'llasa Xitoyning titanini tegalaydigan xalq biz. Xitoyning boshqa qo'llig'ichi yo'q. Xitoy Tibetlar tugidi, Mo'ng'ul ishnim tugidi, Manju tugidi, Tayvan degan mustaqil davlat uning tegamaydi. Hozir Xitoyning eng tishig'i tegadigan, Xitoyni ojiz yerni ura oladigan xalq biz.
energiyasi üstün, transport. Şununla biz Uygurlar bak, biz Uygurni Xitoy tigidin yo'q qilib o'tish uchun dunyodagi biz o'tirishadagi bütün musulmonim setütelaydi vaqti kelsa biz uchun. Mesela hozir Hamas desa, Hamasni sotadi. Nima qadar sotadi degan bu da Isroiliya bu urushda chuqur g'alaba qilish kerak. G'alaba qilmay so'zlab ketib qolsa, jiqroq askari o'lsa, Isroil bu urushda mag'lub bo'lib qoldi. Mag'lub bo'lishni istamaydi. Uning uchun Isroiliyami, Amerikami bugungi o'tirishak urushni İranның jiqroq kirishi, Xitoyning qorallarini eqib kirishining oldini uchun Xitoyni ma'qul keltirdi, yangicha savdo qildi. Nima uchun savdo qilmaydi qildi desam, 2003-yili Jorj Bushni Xitoylar savdoshtirib bizni urgan, bizni kirgan. Bu tarixda Amerika bir qidim Uyg'urni savdo qilib sotgan. Bundan keyin sotdi. Setilmagan emas, biz setilgan. Setilmaydi deb chunki davlatlar manfaatida davlat siyosatchilari yuzsiz bo'ldi. O'zining davlatining manfaati uchun boshqalarni qurbon qildi. Biz tarixda O'risni qurbon qildi, bizni Amerikani qurbon qildi. Bundan keyin anzar shunga biz Uyg'urlar kuchliroq bo'lib, bir narsada qattiqroq bayat inkos qaytara oladigan bo'lsak, masalan, Amerikaning tashqi hozir saylamida yoki yangi saylangan vaqt kelganda fikrimizni qattiqroq deyoladigan bo'lmasa, sotadi. Bu sotmaydigan ish yo'q. Chunki onu satgan chiroyli sotadi. Nima biz bilmaydigan, bildirmay turib sotadi. Men shundan ansirayman. Chunki o'tgan 4 yil, 7 yilda biz dunyoda 21 yilda bo'lmagan qirg'inni, bo'lmagan vahshiyni ko'ryapmiz. Biz g'arb dunyosidan bir qattiq bir inkosga Xitoyga bir ozroq bir to'xtat deyamadi, 7 yil bo'ldi. Faqat shu forced labor ya'ni majburiy emgak to'xtatamiz deb ozroq iqtisodni yig'ib qo'ydi. Undan boshqa yo'q, qirilib ketdik, tugib ketdik, gap qilmadi. Setilgan ekan, bu ish setilgan gap. Shundoq. Endi Nurmat aka bir şey sizdan bir savol so'rasam-da, siz uzun yil hamda Dunyo Uyg'ur qurultayida 6 yil hamda 3 yil bosh kotib, 3 yil bosh taftishlab ishlabsiz. Endi shundan hozir buni o mezgillik sabr juqa deb sizlar tunaganlar ekan, ko'p odamlar tunamaydi. Endi siz bu siyosatning yuqori nimasida 6 yil qanday ishladingizda endi Uyg'ur da'vo sepida. Endi hozir albatta Mavlon Kamilov dedingiz, Amerikaningki tashqi siyosatida mayli jumhuriyatchilar bo'lsin, mayli demokratchilar bo'lsin, ularniki tutgan yo'li muqom o'zgarmaydi demasdi. Yani buni davlat birliklarlaydi deb. Endi Trump zamonida Sharq Turkistonda jazolar qurildi. Buniki qurilish nimasi shu Trumpning qo'li va degandek Suratning bir siyosiy maslahatchisi buni o'ttirib qo'yib yozib ketdi-ku bu. Kitobim yozdi bu to'g'risida. Shundoqla u mezgilda Trumpningki shu joyga tashqi ishlar ministri naqashi o'qit o'tkazib bir 24 soat qolganda Xitoy Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik olib boryapti degan nimani buni e'lon qildi-da, shuningdan keyinda Kanada va Yevropa davlatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiliklarni e'tirof qilib, Xitoyningki Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik inson qirg'inchilik olib boryapti deb hozir dunyoda 10 davlat parlamenti buni e'tirof qildi. Ama yakında Avrupa Parlamenti 3 yapının oldu mu mana 2 yaptı, 3 yaptı olup kaldı. Uygurlar hakkında bir karar çıkardı. Bu resmi yani bir Uygur nispeten yani Avrupa Parlamenti'de ikinci qatim hem de bir Uygurlar hakkında bir çıkan bir karar oldu da. Bu mu bize yani suyundurdu. Bu işte bir nas çıkıp kalsa hem hoş oldu kendimizde. Yani garip devletler mana Uygurlar bir yani yeni turvadı. Gap qilmagandir, yaxshi gap qilgandan keyin uni xo'sh yo'limizda hem de navada kiler katımyan çürem çıkıp kalsa ya ki kalama ham çıkıp kalsa qaysi çıkıp kalsa mesela Xitoy siyosatida yani qattiqroq bir davrlar baştan kechirilib qilib kalsa biz Uyg'ur tashkilotlari yani chet eldikida hem de mushu Amerika Xitoy siyosatidan foydalanib biz da'vo ishimizni yana texnik yuqori pallaga ko'tarish uchun qanday hozirliklarda ideviy tayyorlar turishimiz kerak. Teşkilatlar bunun için qanday qilish kerak? Mushaqir o'zingiz bu o'ylaganlaringiz o'rtoqlashib bakkan bo'lsangiz. Buni deb tashkil. Biz Uyg'urlar o'sha keyingi 20 yilda Amerikaga, G'arbga o'zimizni atib o'tib, bexud yashashda Amerikaga o'zimizni Amerika qutqizdi. Amerika bizni qo'llayapti, G'arb qo'llayapti deb Amerikaning beryapti. Amerika qo'lladi, Amerika yaxshi qilmaydi, qilyapti. Lekin umumiy jihatdan biz Uyg'urlarning istagan darajadagi yordamni qilmayapti. Rost deyish kerak Amerikaga. Bizda Uyg'urlarga bizning Amerikadan talabimiz yilda 2 million pul talab qilish emas. Bizning Amerikadan talabimiz Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolish. Bizni mustaqil qilmasmi? Xitoyga besim qilib, men Uyg'urlarning o'zining tuprog'ida xuddi dunyodagi boshqa millatdek yashash uchun o'zining millat kimligi, dini, tili,
örf odatlar o'zini tutib yashash huquqini asliga keltirish uchun bir qattiqroq bir chora qo'llanishni talab qilish. Buningga biz 20 yilda bizning mana bu shuning ichida Uyg'ur tashkilotlar Amerikaga deymiz bexotlik ko'rib tayyorlab berayotgan 1 million 2 million pul yo'qolib ketmasin deb shundan ehtiyot qilib o'tib ketdik. Oxiri 40 bo'ldik, 10 bo'ldik. Asli bular bilan so'zlashganda ularga talabni qattiqroq qo'yish kerak. Talabni qattiq qo'yishmak andikan Uyg'ur tashkilotlari mumkin bo'lib birlikda kirish kerakda. Agar tashkilotlar bir parcha bo'lsin, birlashgan bir tashkilot bo'lib, shuning nomida qilg'oqda chet ellikmi, amerikalikmi, ma'lum birlashib turib bulardan qilsa. Hozir biz Chechelanka bugun bir Aqsaroyga chiqib aytsa, yana bir kirdi. Yani Aqsaroyga misol kongressda hamda g'aribda Yevropada shunaqa biz hozir Uyg'urlar chechilib ketdik. Hozir yaqinda men bizning bir qurultayimizga o'tgida uning oldida bir yig'inlar ichib Mışlar əmisi hem de yeni stratejiye koyulup, yeni Amerika'da yeni bir saylan bo'ldi, yeni prezident çıktı, böyle karşılıklı. Şunun kartta bizden Uygurlarımı birlikli bir stratejiye koydu. Yani Amerika'dan Uygurlarını kutusu için kattıqrak, güçlürek bir siyaset konuşunu talep kılıp Amerika'nın işini çekiş gerek. Bu verip işini tüyüde katipler esir çıkıp inkes etmez. Kattıqrak bir proposal izleyip Uygurlar Tekit pardı hazır 7 yılda majlek tügüde, yani 10 yılda majlek tügüp gidiyordu. Bunun katırak tedbiri konuşacak diyen nemede halkara kaydı kanunlar düşken şekilde bir iltimas edip birleşken şekildeki bir teşkilat yani mağla union teşkilatlar birliği demdik. Şundan nam bile kirmese biz Uygur'un ağlı harap bundan size 3 kişi gitti, eşinip gitti dedi. Azıcık ötke 7 yılda gördük. Azıcık vatanda Uygur tili tügüde, meçitke veriş tügüde, Assalamu alaikum deyiştügüde, hatta ismini Uygurca koyuştügüde, kızlarımız Xitay'a ketdi, balaları metisup bir çoşka iş tuğulmadı da tüge git barmaz. Bunun içini sakınmaydı, içimiz geldi. Yani 10 yıldıkken müştak ketevese dava kıldık adam kalmaydı. Çünkü bizdek vatan tuğulgan, sizdek vatan tuğulganlar kıyırıp ölümez. Bizden balalarımız vatan çıkanlar, vatanın çıkan bilen mi, vatanın kadrini bilmeydi. Ben Amerika çoğun oldum, ata-anam Şarkı Türkistan'da ketken, Amerikan deydi tügüde, dava kızıqlıq tügeydi. O kelecekte boğanlıkı bunun bir düşkünlük emez. Biz bugün başlayıp kattık tuzun kullanmışsan kelecekimiz boşap gidiyordu. Hazır biz kımışa tehdit vatandan tuğulup çıkallar, vatandan çıkmış Xitay'nın açık hemen küllerini köye geldirmez. Hazır kattırak bir siyaset turguzup kelgis evlatlar kaldığımızda, kelgis evlatlarımız çetlerden yumuşak neydiler çoğun boğanlar. Ulardan bizim küçükler, ular tekimi yumuşak siyaset kullandı. Çünkü ben Amerika'da tuğuldum, ben Avrupa'da tuğuldum. Ben aslında ata-anam Uygur'du. Aşağıdan kepken yap koydu çünkü aşağıdan anlatmaz. I'm American, but my parents came from East Turkestan, so-called Xinjiang. Dayda diyen ki bu balığa boşa kötüydüm de olsa. Şununla biz hazırdan başlayıp kelgis evlatlarımız için davanın bütün üzlüksüz neticeli kattık meniş için bir yaşlığa bir üzlüklü şekilde hazırdan başlayıp bırakıyor. Bu da yeni sayılan bizden bu da rehberlerden ümidim şu. Tez arada burun tokunuşlar, ziddiyetlerini taşlayıp yeni bir strateji kolunda bütün dünyadaki Uygurlarını birleştirip bir siyaset kılıp Amerika ve Garip dünyasına besim şekilde bir talep koyuş gerektir. Uygurların meselesine dikkat edip karanlar, tekim estaylırak karanlar, bunda bir kullanışçıda 2 milyon, 1 milyon pulla bir koyup bir parlamentime kara çıkırıp onun kararına akısı cümleydiğen bunda işte bir tepsiler kılına degendek bir katırak talep koymuşsak kalmış yeter. Ben şuna da değil mi şu? Yani bu gaplar çık buzavatı hem de her zaman şu siyasi vaziyet analizçilerimizden nurgun edemler ilgili nurgun sohbetler oldu. Muş temalar devamlı kızgarlık bir nokta oturup çıktı. Bu söhbet kılıp kalalık da hem de bununkine hem de reallik aylandıramayaptımız. Mesela chatlarga çıkıp ben muş leksiya anlaş jarayonini devamlı anlayıp Şarkı Türkiye'de müstakil kılıştaki kadem baskışları beslevatıda, manda beden beslevatımız, anı belvatımız, şarkıları müstakil kılıştaki tört yolu, halkara Uygurlarını közütüp geptiken, tört katim şarkıları müstakil kılışın teşvik edip verip diken manda gepten alsak, naat, ayacan bulap, rasmi bizler müstakillik yoluga kadem koygandek, dünyanın bizden hep aşağıya başlayıp menavatkandak, aşağı bir istiyorlardı bulattı. Hepsiz bunu karısak, bu nesle yok mu kendisi, badek, bakım kendisi bir emri nimisi yok tek münasip kurnavattığımızda bu kaçan biz ittifaklaşıp birlik asılı kılaylı diye sırf bu tekim paç yok gidivattığımızda bu nasıl ki? Bu sebep ne midir sizince? Sizin 6 yıl
qurultaydagi yuqori o'rinlarda bir ishlab ko'rdingiz. Nurg'un biz bilmaydigan nurg'un narsalarni siz bilasiz. Siyosatning yuqori qismida oq taraflardagi nurg'un yerlar kurashgan yerlar o'z vaqtida Rabia xonimdan siz bor. Mush jihatlarida bir tajribani so'zlab baksanız, mushu bizning birlik kelib bir hamkorlikimizni barliq keltiramiz sebep nimadir sizce? Ha, bu hozir bunu desek bugungi temamizni chatlab chiqib ketib qolmaymiz endi. Bu nemishilligiga sabablar yamanjiq ishki tashqi saviyat deb biz Uyg'urlar nima deymiz? Keyingi 70 yilda bizning yetaklash qobiliyatiga ega bir tabiqidan ayrilib qolgan haqchu. Xitoy bizning vatanga biz kirgandan boshlablam bizning vatandagi har bir millatda bir tabiiy quvvatli, udalsizlik, rahbarlik qatlamidagilar, oqso'ngaklar qatlamidagilar, ma'lum byurokratlar deyilgan qo'y Amerikaliklar. Shunaqa bizning ashuna qatlamidagi xalqni Xitoy 70-da qirib o'ldirib bo'ldi. Uning avlodlaridan qirib. Bizni Uyg'urlar tashkillayapti. Bir yerdan bir vatan nurg'un namoyishlar, nurg'un isyonda endi chiqdi, 5 yil bo'lg'icha 5-dan chataq chiqdi, yo 30dan chataq chiqdi. Xalqni umumumizni yetaklab qo'zg'amadi. Chet eldimi? Shu hozir bu tashkilot u qurayotganlardimi? Ashundaq bir kamchilik bor. Ya'ni shu tashkillayotgan, shu yetaklayotgan kishilarda chet elliklarda bir yerga vazifa qo'yganda 3 avlod background check deydi, ya'ni tarixini tekshiradi emasmi? Bizning bo'layotgan nimalarning tarixini tekshirganda biz Uyg'urlar uning aybini topib olmizda. Aybini topib olgandan keyin uni ko'rsatib, o'ng'aylab substitute bilan qilolmayapmiz. O'ttirda bir yaxshi Uyg'urlarning shu yetaklash ro'yiga ega bir nimaga ega salohiyatiga ega desak bo'ladi-da. Ajda bir rahbar chiqib Uyg'urlar nima qilsa yig'iladi. Masalan, Rabia Qodir chiqqan vaqtida Uyg'urlar tez yig'ildi. Nimishga Rabia Qodir vatanda ko'rilgan, vatanda yetishib chiqqan bir inqilobiy hayot mamotlik bir davrni beshni o'tkazgan turma hayoti, millioner bo'lgan Xitoy Xalq Jumhuriyatining parlament a'zosi mandaq bir tarixiy tarjimali yaxshi bir chiqqandi-da. Ammo unimi azroq bir kamchiliklar bilan urib tushirib, uni bir joyga olib qo'ydik. Bu urib chiqargan yolg'iz biz Uyg'urlarning emas, buni chatal Xitoyning axboroti, chatal axborotlarining kuchi bor. Ya'ni Rabia Qodirni yo'qotilishning. Chunki Uyg'urlar keyin 30-40 yillik vaqtimizda chetga da'vat eng birlashgan, kuchlangan bir davrimizni Rabia Qodir yiqchaq qilyapti. Shunga Uyg'urlar chechilib ketdik. Ondan keyin Ilhom To'xtibotdi, Ilhom To'x chiqib qolgan bo'lsa, bu yaxshi bo'lardi. Ilhom To'x chiqib, anan keyin chet eldagi bo'lgan da'vogarlarning hammasining az to'ldan ey bu yoki da'voda vatanda bir ish yo'q yoki vatanda hukumatga noat yaxshi degan qizilpacha kadrlar yoki kadrning oilasi chet el chiqib o'qib da'vo kirib qolgan yoki chet elda o'zining azroq bir kimsa shundoqlar oldiga chiqib olgandan keyin bu xalq ishonmay poch bo'lib ketadi. Ya ular vazifasini istibo berib nimani berib o'tmaydi, ya'ni amalga amroq ekan yo bir manfaat bormi uni uqmayman. Ular bamavtudu da'vo ma'matudu. Ular bu bir tashkilot chiqqach o'z oldiga tashkilot qurilib, bu tashkilot biz shaqlab ko'payib bu ishimiz ma'mudi, ya'ni da'voning beshiga sog'lom xalq ishlaydigan, xalqni o'ziga ishondira oladigan, yetaklaydigan kishilarning kammasligidan bu ishlar bo'ldi. Endi nima uchun qurashtirolmaydi, birlashtirolmaydi? Chet elda birlashtirgudek umumiy xalqning o'rnatilishga salobatli bir kishi menimcha ko'rmadim. Ajda bir kishi yo'q hozir. Yig'ib ekan deb o'tirib yig'ildi. Masalan, biz yangi chiqqan vaqtda Erkin Altekin ayda yiqqan. Bu Erkin Altekinning hamda backgroundi deymiz tarjimali yaxshi bo'lg'ashqa hammamiz so'zni angladik. Buyruqlar Yevropaga yig'di, bir qurul tashkilotni qurdi. Uning oldida cho'ngdirimiz bordi, Yusuf Altekin, o'tirasa Yusuf Tahmosi bularning kuchi bilan Turkiyada 92 yil yig'ilgandik. Andan keyin Germaniyada Erkin Altekin yig'ildi. Şunu bilan axir Rabia Qodir davrchi kelgandir. Ya'ni bayman degandek yetaklash kuchiga, yetaklash sohibiga ega bir shaxslar bor. Ulardan keyin bu yoshlanishda taq chiqmadi. Yoshlardan bo'lsin. Chiqmagan keyin yig'ilmadi. Cho'nglarimiz hamda hozir Erkin Altekin bor, Rabia Qodir bor. Bularni o'tira chiqib, bular to'xtab bir qilayli demaydi. Bilmayman nima uchun sababini. Yig'ib bitganda har qandaysidan birsi Uyg'urlarni kuchlantirishda bir qattiq kuch bo'lish kerak. Çeşitlik ketdik biz. Ama çeşitlik ketken bilen bir katı kuşu olsa, kuştan korkudu, puldan korkudu. Bu işkilesi yok. Pul mu yok Uygur'da, kuş mu yok?
Bundaki Uygur'unu bir yere toplayamaydı. İkinci Uygurlarning hurmatiga erishgan universal bir yetakchi yoki mo'ysipet deymiz. Ma qozoqlar oqsoqol deydi. Bizning unda oqsoqollarimiz dahi yo'q. Ya oqsoqollarimiz gapini tushunmaydi, ya oqsoqollarimiz o'zi bu ishning beshidan mangmaydi degandek sabablardan biz chechilib, yeyilib, har kim o'z oldiga tashkilot qurib, darnaq qo'yib, hukumat qurib, mustaq poch bilan qo'yib boramiz, lekin millatga ig'ir ziyon bo'ladi. Bu taqda yana bir suhbat nima o'ylashyapmiz, mana uni benim qildik. Endi hozir Mavlankamdan bir savol so'ray. Rahmat sizga. Hozir ham Amerikada bu saylam nəhayət yuqori pəllik kelib qoldi. Bu saylamda men Cumhuriyetçiler nimsida olsun, men demokratlar nimsida olsun, Uyg'urlar haqidan bir ancha-muncha bir suhbat temaları bulayotamdi. Bunda bilasizlar, o'sha haqida bildiganlaringizni bir azroq o'rtoqlashsangiz. Senin sualına cevap veriştin. Burun ama Amerika'da bunun kızgınlığını kanca. Ben yıkma bugün ettigen geldim seferden. Amerika'nınki Meksiko şehrinin aş beşida Meksiko şehrinin aş beşida bir in uçuğa çıksan Amerika'nınki Nicaragua degen yer var. Meksiko'nun uçuğu. O denizden in uçuğa Meksiko koltuğu, Gulf of Mexico barımız. Üyedim praxotda oturup, yarım saat mangandikin, uzunluğu 4 kilometre kildiğen, kengliği 1 kilometre kildiğen bir aral var. Şu aralı berip geldim. Üyek berişiminin, şu aralı berip geldiğinde, o bir hem de sayahat, mengiz. Ben daysam bir praxot, küçük aral, praxotun tüpte ottağandaklı bulursa. Şu aralıga badım, hem şu yer bir 7 gün tutup, aşkhana kirsem, tamak yesem, bir resortta, biz tuğan yerdeki adamlarla çok sözsem, bütün adamınki şu yerdeki. Uya kelgeller, Germaniyadan kelgeller bakken, ben sözleşken, Angliyadan kelgeller, Kolombiya, Braziliya, muşa hem söhbetinin mühim noktası Amerika'daki prezidenti sayılımı. Ertesi men anondaki aşağıdaki iki mücüz var. Yani dünya burun 7 mücüz var diye kim terakkiyat kılgan sırı yani iki mücüzünü koddi. Biri Maya buthanesi. Yani onu 1100 yıl burun kurup ki 1850 yılı onu tünce bürtü arlıq yuqab ketip ki şu vaxtdaki en güllengen medeniyetin bir şey etki. Yani o müştaq Buthan ki her birisinin 391'den pələmpəy, cəmi qoysa 364, töpüdü bir pələmpəy 365. Yani o temponu koyuş için sen matematikçi buluşun gerek, astronomiya alım buluşun gerek, layihələşki ustu buluşun gerek. Onun dikin muşa her bir pələmpəydə muşta düşkende künnün nuru. Aşı pələmpəy saat bulur ki. 15 ma pələmpəydə ma pələmpçisi top doğru 15 minut ötki dedi ki. Ma pələmpən aşının qarab saatini bikitaləysən ki. Aş yuğan butxanның otları ki bir tal muştaq kiçik bir köl bak ki. Ay naq üstü gəlgəndə ayının nuru tüptül şu kölge düşüdü ki. Bu butxanның bir nəslini köpəysən ayğı bardı ki, yıldız bardı ki. Bütün muşu kainatının hesaplaşda na çünkü bunu bir mücaz kıl. Şu yak bardım. Şu yak beriş jarayonida u yak bir çoğun bir Abdulda bir grupu bardı. Söhbət asası söhbət tanışkan Amerika'nın prezidenti sayılır. Ondan üyeden çıkıp neçə yüzyıldan burun yaga bir metro yer şu arka urulup şu urulgandaki şu artık dayın su ejderha degan bütün hayvanlar ölüp tügeydi. Şu çıkıp dayın su ölüşünü şu deydi şu çıkkandaki şu yerden çıkan tutulan yer şu arka bir ming yılda nur kiremey bütün dayın su heminim ölüdü ki. Endi şu metro düşken ya aşağıda. Şu metronun kökünü bağladık. Hem de şunda çoğun ki pələmpəy qıp qoydu, tüvəngi düşdü. Hem de xalqlar onun içinden su çıxıp ki, köl var ki, yani xalqlar çümüldü ki, çümüls adam payıtlı var deydi ki, kol vaxımı qıp qoydu. O sunun qılılığı, azılımı 45 metre ki, çoğunluğu. Şuya berişinin çıkıp aşağının çayxanasında oturup Braziliyalıklar, Kolombiyalıklarla bir yolda oturup panik olduk. Ulamı menden soraydığını budaki prezidenti sayılımı. Bir, bu saylam doğruluk paran kımıgan Uygurlar.
Şoş qildik da mas sohbatni mana. Uyg'urlar Amerikadagi aslida bu Amerikadagi Uyg'urlar buni mushta to'rlarda eng qizg'in suhbat usulida yo'q. Uyg'urlar bu to'g'riliq hech qanday suhbat yo'q. Shuning qarab, men de sening savoling bersam, ya Amerikada bu to'g'riliq bunda o'tirib, hozir unda o'tdagan yerda, hozir bunda yig'ilib o'tirishlarni aziyib ketdi. Uyg'urlar pach bo'lib ketdi. Burun bizning Los Angelesda cho'ng bir jamoat erlardigan o'tirish o'ynab, hozir u ishlar yo'q. O'z oldiga 4 odam bir o'z oldiga mushta bo'lib ketdi. Uyg'urlar pachinib ketdi. Shunday yerdimi siyosat yo'q. Qay vaqtlarda Uyg'urlar bu bir nazariya chiroqlar o'tirib qolsa ham bu saylam to'g'riliq ya Uyg'urlarningki mush erlar o'tdagan yerda. Uyg'urlarningki taqdir to'g'riliq parang yo'q. Gulni qanday tizdi bo'ldi, mevani qanday tizdi bo'ldi, ostiga suvni qanday shu to'g'riliq suhbatlar. Shuning uchun Uyg'urlarning bu to'g'riliq bo'lgan ong saviyasi hozir bunday aytsak dunyo vaziyati ikkinchi jumhuriyat halak bo'lgandan keyin Uyg'urlarga eng yaxshi vaziyat keldi. Shuningga mos kelib Uyg'urlardagi eng bölgünçilik holat ilk geldi. Abay Nur Mehmet dedi, onunla ben koşulma. Rabbimden devirde Uygurlar nait aciz olsun mu birlik kelgen. Mesela şu vakti Uyguristan'daydı o Avrupa'daki. Seyit Tumturuklar, Nurgullar, Rabbimden bile fikri şunda keskin tarihlangan olsun mu birlik keleyli de şu Rabbimden vakti şu vakti birlik kelgen. Kin ma dünya Uygur ko'rdiki bir turkum odamlar Rabbimdan rais bo'lishi bularninki kin o'zi tashkilot qo'yishga innidini pulini ilishga bularning rais bo'lishiga to'sqinlik bo'ldi. Shu bilan Rabbimdan urib tushiryapti bu siyosiy o'zgarishga. Shundan keyin parchalandi. Shu vaqtda men bir parcha maqol yozgan shu parchanishdan burun, shu siyosiy o'zgarishdan burun bo'lgunchilik qanday tovlangan deb. Shu maqolim hozirmi Facebook'da bor. Şu ben şu vaqtda degan mushini Rabbimdan urib atsanglar, mushi tushib ketsa, Uyg'urlar parchalib 30 yilgacha birlik kelanmaydi degan hozirgi taraqqiyot meni shu ideyadan boshqa yoqqa yutganmidi. Hozir Uyg'urlar birlik yo'q. Eng chong masala uni qildigan bir Nur Mehmet deb ketdi, uning qo'shilma bir odam yo'q. Ma dunyo Uyg'ur qurultayki, uningdagi ma mehnat paskinchilik bir ichildi. Bu texmi bir eski şok ketdi bu bir. Bularning ichiga butun meni bu bir oshkorlandi. Endi yangi chiqqanlar qaddaroq uni ufu bir yangi chiqqan raislarni men tonimaymanki. Nima ishlar bo'ldi ular uqmaymiz. Endi Uyg'urlarning ichida Amerikadami, masalan Amerikada tashkilotlar bor. Kaç kishi to'laydigan shuari Amerikaning Nurmavi Uyg'ur Amerika birlashmasining irqiy qirg'inchilikni to'xtatish. Hakikaten bu yaxshi bir yana so'zlashga oson. Lekin bu bizning mustaqil degan ongni ojizlashtiradi. Biz mayli xalqlar anglamasin, mustaqil degan ong bilan so'zlash kerak. Biz xalqlar ma'ni anglaydigan, ma'ni anglamaydigan deb siyosat bekitmaymiz. Biz siyosat bekatganda bizning deydiganimizni xalqqa qanday qilib anlatamiz, bir qitim anlatamasak 10 qitim, 100 qitim anlatamiz deb mustaqil degan ongni qilib shu yerga birlik akilaydi. Hozir birlik akildigan bir odam yo'q, bir kuch yo'q. Amerikada hozir qancha 7-8 tashkilot bo'lib ketdi Amerikada. Surgun hukumatning 4 bor emas bir malda. Shu bo'lib ketdi-da, shuning uchun bu hozir Amerikada vaziyat yaxshi, Uyg'urlarda Turkiya qarsamı teri-peran par ekan. Yevropada par Uyg'urlar. Odam yo'q. Bir yetakchi Xitoylarga qahramon davrini bekitdi deydi emasmi? Tarixni bekitdi deydi. Bizda qahramon yo'q davriga yetib keldi. Qahramon lider yo'q. Yo'q, lider yo'q. Shundaq davrda hozir bizningki agar Müşta bir adam çıksa, şunun kayniga biz hammamiz yig'ilsak, biz Uyg'urlarga jig'ishni qilib ketamiz, yomon jig'ishni qilib ketamiz. Ikkinchi qahramon lider chiqsa-mi, o lider bizni urib birdan seslaydigan dushmanimiz bek kuchlik. Dushman kuchlik. Xitoyning endi budaq Rabiya Qodirning ses ketishi, tushib ketishi, tushib ketishi, bizning bugungi parcha ketishda Xitoyning qo'li bor. Xitoyning qo'li bo'lmasa, unda shu Xitoy 4-5 million dasturlab qo'ysa Amişli buzudu. Bir şoda keçirgan gapimiz bir yetib qaldimda. Biz hozir umumyüzlik bir var. İşimiz yaplaşmasa Xitoyning ko'rimizda hammamizda buni. Hammasi bütün tashkilotlar deydi-da,
bizim iş birliklenmesligimiz, uni qılanmasligimiz, bizimiz qanımız Xitoyning quli kuchi, Xitoy deb hammasi bu nuqtada o'rtaq shunaqqa. Ish yoqmagandikinlarki bizim ish pach qilayotgan Xitoy deymiz. Gunoh o'tkazib qolib qolsak, shayton deymiz, shaytonga otib o'tiramiz. O'chaqda biz aql nada degan narsa qolib o'ylab qoldi. Unda qo'sh Xitoy hayotimizda Xitoy bo'lib qolib qolsa, bizni patangni tortib, sen oyoq tut, sen oyoq tut deb bizni chechitib boramdi. Chechitib unda bir uni ko'rmaymiz. Yuşurun bir narsa bor. Men nurg'un narsalarga shohid bo'ldim, nurg'un narsalarni ko'rdim, nurg'un narsalarni his qildim, hamda hammani hech şekilde devet qilolmaydi ekan. Yani bir bir nokta. Hemimiz deymiz Xitoyning quli to'g'ri, Xitoyning qadar quli kuchlik, Amerikaning nurg'un yerlarga kirib jasus qilayotgan, mesela Germaniya qilib qolsa, Yevropa nurg'un davlatlarni tutib chiqdi-da hamda oldinlarni, Uyg'urlar tutildi. Lekin bizning shu birlikka, hamkorlik kelishimizni qarıştırıyotgan Xitoy deymiz, shu 10 tashkilotning qatnashishini so'rasak, 10 hammasi o'rtaq, shunaqqa hammasi aytaqlaydi. Unda qilib qolsa, shu Xitoy haqqasini bir tortib pijam qilyaptamdi va yoki o'zingiz kelmayotasiz bir qadamalab degan narsani adamni bir o'ylantirdi. Bu hech qanday o'g'rini sen o'g'risi, o'g'riman o'g'ri demaydi. Yo'q, o'xshash gap. Bir o'g'ri tushunsa o'g'risi, men o'g'ri emasman, menga hojat uchun oldim deb turoldi. Shunga o'xshash gap. Hozir bu degandek hammasi ya bizni buzayotgan Xitoy deganlar shu buzayotganlar shu shulardan birisimi Xitoyni o'zi bilib bilmay qilayotgan. Mendaq masala borchu, bir millat biz bizga seçilganda biz birisi irqin qirg'inda yo'qolib ketsa bo'lgan, ikkinchi territoriyamizni yushtirib qo'ygan, besuvilgan, mustaqil yo'qotgan bir millat. Bu dushmanimiz Xitoy dunyodagi eng yuz qilin rasvo bir dushman. U undaq bir izoh atadigan xalqlarning bir namoyish qilib qo'ysak yoki kundagi konsullar qilib qo'ysak, onun qattiqroq qo'llab kelib. Shuning bizning Uyg'ur dunyoga Uyg'ur tashkilot quruqlan bu sho'ri tavlashmiz. Biz 3 xil sistemalik bir tashkilot qurishmaylik. Bu kurashib siyosiy bir organlik siyosiy tashkilot, siyosiy faoliyat olib boradigan, lobbichilik qiladigan bir. Ikkinchi ben burimi degan. Ikkinchi bu BDT üye bo'lganda biz Sharq Turkistonning bisulgan uyaning Uyg'ur zemini ekanligini isbotlaydigan qonunshunos, tarixshunoslar tilgan bir doktorlarimiz u yerdagi bizning ekanligini tarixiy faktlar, jug'rafiyalik ko'rinishlar bilan isbotlaydigan material gap. Uning uchun o'tganda 2000 bizning doktorlarimiz yig'ilib Germaniyada bir yig'in ochdi, naq birinchi qadam. Uchinchi qadamda bu mustaqillikka quruq gap bilan kelmaydi, yig'ilganga bermaydi, namoyish qilmaydi. Uning qurolli kurash kerak. 30 milyon Uyg'ur bor degan bir Uyg'urda yo'q degan bir 30 tal askarimiz bo'lishi kerak. 30 milyon bo'lsa 30 tal askar bo'lishi kerak. 30 tal askar bo'lganda bizning tashkilotning oldiga kirib bizda buzg'unchilik qiladigan xoinlar yuragiga kirmaydi. Qo'rqida 30 odamni qurolmadi. Xoin chiqmas vaqt aytdi. Masalan, Hamaslar nima uchun kuchli? Hozir Hamas bir siyosiy tashkilot. Uning siyosiy boshqarma dunyodagi eng kuchli Isroil ashi necha yil o'ltirib, chunki uning qurolli qanti bor. Hamas kichikgina Gazani ichida nurg'un İsrail ishlaydigan arab shpionlar bor ekan. Ammo ularni bilib qolsa, olam o'ldirgan. Qurolli kuch bo'lgan vaqtingizda andagi millat shuning oqizi biz Uyg'urda bizni qurol tutganni terrorist deb qo'ydi. Uni da qochidi. Qurolni o'zimiz tutmaymiz, tutqan tillaymiz. Bu vaqtda vatan qanday zatildi? Vatan uchun o'lab berdigan bir kishilar bo'lish kerak. Ular qurol tutgan azimatlar. Shunday bir azimatlar bo'lmasa bizda, uningga ruxsat qilmasak, unda shunday bir tashkilotning kuchini uchun bizning siyosiy tashkilotlar ashlarga bir yo'l fursat berib, ularni qo'llab, ularni shu g'arb davlatlarga tonishtirib, aqlab, "Mala bizning odam, uni sana qarshi chiqmaydi, bular dushmanga Xitoyga qarshi turdi" deb ularni aqlab kelishtirib, bir bayban deganda 3 xil tashkilotni tangil berish kerak. Ya'ni siyosiy tashkilot, tarixiy va tarixiy isbotlaydigan legal bir tim, anki 3-chi qurolli qanot. 3 qanot ta'minlash kerak. Masalan, Kurdlarni misol qilsak, Kurdlar 1910-yildan boshlab ham qurolli, ham siyosiy, ham qonun urushib keldi. 3-4 davlatlar urushyotdi, oxiri natijaga erishdi. Boshqa nurg'unlar Yahudlar shunda urushdi, Chechenlarmi oxiri urushgan mustaqil bo'lmasmi, o'zining ozroq milliy kimligini saqlab qolgan g'ururlar yashayotdi. Qildik. Ya'ni urushdan keyin ne chiqadi? Biz urushmay jimli namoyish qilib bersak, Xitoy chiqadimda, Xitoy yuz qilib millat chiqmaydi. Tayoq qilib millat Xitoy degan. Ozroq bizda bir shundan qo'rqitadigan bir kuch bo'lgan bo'lsa, bizda irqi qirg'in bo'lmaydi. Xitoy ozroq taptatdi. Bizda yo'q, hech nima bo'lmaydi. Shunaqa bu degi tashkilotlar ozroq strategik o'zgarishga yapib, hamda buruqli inson haqlari, demokratiya talab qilyapti. Nurg'un tashkilotlar hozir uning programmasiga mustaqillik deb qo'shdimi? Mustaqillik quruq gap bilan kelmaydi. Mustaqillik qurolli bir qanotning kaydi kuchli tutib turish uchun shu vaqtda keldi. Shuningga
tashkilotimiz bu g'arbni qo'rqib ketmas kerak. G'arb qurolli tashkilot qilsak bizni anda qildi, bunda qildi. O quruq gap. Chunki g'arbni qurolli tashkilot bo'lganda sen hurmatlaydi ko'zlar qo'lindi. Qurolli tashkilotimiz qo'llanmaydi. Masalan, Afg'onistonga NATO kirgan vaqtda bizning qurolli kuchimiz bo'lgan bo'lsa, shu vaqt qo'llanadi, biz qo'llanamiz yo'q, hech nima qilmaymiz, biz yo'q. Mana shunday deyman, bunday tashkilotimizda bir xil biraz aktifroq bo'lish kerak ekan. Reallik. Timini azroq yig'aylikda abiyatin Avlankamdan so'ragan savolda, ya'ni bu qatimqi Cumhuriyetler va Demokratiya Partiyasining bu saylamida Uyg'ur masalasi to'g'risida, maxsus Uyg'urlar haqida bunda bir savol so'roqlar yoki ikki nomzodniki Uyg'urlar haqida bir degan gaplari, narsalar bormi yo'qmi degan. Buni biraz yezilmedi-ku, hech qanday biraz yezilmedi-ku bu to'g'risida. Men qarab baqdim, ancha-muncha obzor yozadiganlar, ba'zi bir narsa o'sha saylam haqida Uyg'urlar to'g'risida bir gap shu zaman taqilib bu deb qarasam, hech nim yo'q to'g'rida-ku. Shunga o'tkazaylik suhbatni deb degan suhbat qildik-da buni. Okay. Yani nimetçi qarafka bir işke birinci Amerika'daki bu prezident saylamda Uygurlar to'g'riliq hazır parang bulmaydı. Bu çünkü bu saylam degende sen Xitaylarning mı saylam bildiği erişini kütse. Amerika'da mı 5-6 milyon Xitay var. Şu için Uygurlar bu to'g'riliq hech qanday saylam heyeti bu to'g'riliq sözlemeydi. Bu bo'lgandiki keyin ketgan siyaset. Bu nimqimay. Onunki Uygurlar içidimi bu to'g'riliq bunun qiziqishlar hech qanday qiziqishlik yo'q. Shunga men aqlim hayron qoldi. Uygurlar içinde ya bir asla bu Uygur mesela Amerika Uygur birleşmesi muşundaq söhbət içib şu söhbətdə Uygurları qızğın bir mında bəsnadırlar bosu bulatdı. Uygur xalqı Amerika'da Uygurlar yok. Bu to'g'riliq bu Amerika'dan eng chong tashkilot shu. Uygur Amerika birleşmesi var. Onun dikin avayliq Mentüün a'la yetakchilikka sürgün hükümet var. Sürgün hükümetine ama ta'sirim Amerika'da başka sürgün hükümetler qaragan ta'sir cho'ng bo'lgan bilan anchalik asos o'zi so'zlayotdi. Shuning uchun Uyg'urlar ichida bu to'g'riliq yo'q. Partiya ichida albatta bu to'g'riliq hozir gap bo'lmaydi. Bu hozir saylam mana qaramamsa bu to'g'riliq hatto İsrailiya mı saylamga bir hafta qolganda İran'a hücum urdi. Eğer aşağıda bir 2 ay burun degan bo'lsa, Bidenlar ya qilmaydi deb to'xtatyapti. Ama bir hafta qolganda nimish qashak urdi desa, bir hafta qolgan urdi bundaq vaqtida har qanday partiya buni qilma demaydi. O'zining saylam bildiga Yahudilarning qarshi uchib kirishiga gumon bu qarshi turib qilishiga bo'p qolamdiki degan ehtimolda bular buni demaydi. Ya soğukkanlık muamele kıldıkende emse bu. Bir hafta bo'lganda hozir hech qanday nima qilmay butun vuji ash xalqdan nima deysa deb shu saylam biletni elish. Shuning uchun men oldimizki bir necha haftada va bo'lish bo'p bo'lgandan keyin masalan Donald Trump bo'lsin yo Kamala bo'lsin bular bo'lib saylam prezident bo'lib bo'lgandan keyin 100 kundan keyin endi Oqsaroy kirdi. Ular kirib endi o'zining siyosatlarini o'ttirib qo'yishga ya'ni yerim yil bu ağırlık yok. İkinci abi aslında bu mazmun bilan munosabatsiz Nur Mehmet deb qoldi. Shuningga qo'shinchi ber qala ila qurolli qo'shin dedi. Endi qurolli qo'shin degan yana eslin tutdi Uyg'urlar yiliqi AK-47 ni avtomatni ko'tarib qilish uli emas. Hozir ojiz millatlarning qurash qilishi kompyuter. Vaqtida Amerika 2 yil burun Rossiya bir virusni kirgizib Amerikaga 100 milyard dollarlik ziyonga yetkazdi. O virusni kirgizgan ashad masalanga mushto kijin asho Rossiyaning axborot umigining bir cho'ng atir ishlamaydi. Ashad ya 3 ya 4 odam. Ashlar bir bo'limda turib, ashni ishlab qildi. Uyg'urlar mush cho'ng tashkilotlar masalanga mush Uyg'ur Amerika birlashmasi bo'lsin, Turkiyalik Sharq Turkiston birligi bo'lsin, ma yangi chiqayotgan dunyo Uyg'ur bo'lsin, bular mushundaq bir 5-6 odam Uyg'urlar yoshlarni tarbiyalab mush Xitoyga virus hujum qilishni hacker deydi buni inglizchada. Hacker deydi. Mushuning zihni masalan 3 odam misha o'tirib, u silvitga iqtisodiyot masalan cho'ng bir yerlarni iqtisodiy ziyonkashlik intayin zo'r bo'ldi. Buni tarbiyalab bularga hech qanday qiziqmaydi. Bular masalan Turkiyadagi tashkilotlarning bunda boshqalarga qarab baqsam, bu soatga paranglarni tushunmaydi.
Masalan, aldı yeni çıkan Nurgullar bu sarangdaki paranlarını mı düşenmeydi ki bu? Manda kılaydı ki bu sahada anımı yok ki bularda. Şu masalan muşumu Uygur'un kurallık görüşünün intayı mühim bir kısmı hazır kıldı cemiyette. Ondaki yanı bir nima? Normal dep kaldı ben koşumçusuzda etkide ilaki Şarkı Türkistan Xitayning mustaqil bir yer Şarkı Türkistan Xitayning bir kısmı emas deganni ligo qonun jihatdan isbotlash deganni deydi-de. Yani bunu masalan mushundaq bir nima chiqdi, qo'l qo'yinglar, qo'l qo'yib berma. Lekin men uni haqlim hayron qoldi. Hozir Sharqi Turkiston Xitoyning bir qism emaslikka gumon qilayotganlarmish Uyg'urlar. Men hozircha o'qib chiqqan barliq Amerikada inglizcha kitoblar hammasi Sharq Turkistonning mustaqilligini mustaqil davlat deb tarixda mustaqil davlat deb hammasi shunday deb yozdi. Men tehi Sharq Turkiston Uyg'uriston men qaysini ishlatsa Xitoyning bir qismida tarix degan men tehi men ko'p deb beringlar bir inglizcha kitobni o'qimadim. Manda o bilan hatta hozir Xitoy nurg'unlar bizning vatanda irqiy qirg'in bo'layotganiga ishonmayotgansa, o'sha 70-80% nimaga bu chet elga ishonmaydi. Uni shu tarixiy fakt bilan BDTga doklaq ko'rsatmasang, sening bizning nazarimizda Sharq Turkiston biz mustaqil. Lekin shuni buni bu chet elga hech bir qachon e'tirof qilmagan bizni, hech bir davlat. Shu Saydiya xalqida yig'ilgandan tortib, Yoqubbekdan tortib bizni bir davlat, bir chet ellik e'tirof qilmagan mustaqilligimizni. Shuningga sen ularni e'tirof qildirmasang, sen xalqlarning tizimiga kirmasang, sening mening deb o'lib olsangmi, u e'tirof qilmaydi. Shuningga bir Tayvan mustaqil bo'lanmadi, chunki e'tirof qilish muhimki. Tayvan yashayotgan 70 yil bo'ldi, mustaqil emas. Chunki mustaqil davlat emas. E'tirof qil. Shuningga sen bu bizning besib olgan deb xalqlarga e'tirof qildirib, ya'ni xalqlarning professorlari shunday bir qonuniy e'tirof qildigan mutaxassislarning oldida e'tirof qildirib qilgan degan anaga u yerda ilib borgan butun faoliyatlaring qonunliq bo'ldi. Mayli urush qilamsa va toja qurolliq besib kelsa, qonun buni istab qadam bosqichlari shunday bo'ldiki. Mening nazarimda u yer bizning, lekin men bizning degan bilan bu chet ellik uni tushunmasa, ular e'tirof qilib bizni qo'limiz qanday shunday qilgan bu qonunga bu inglizcha bor narsa ekan. İkinci narsaga bir qo'shaylik bizning chet ellikka Uyg'urlar Simbay degandek virus taqishni cyber attack qilishni bilmaydi emas, yosh bolalarimiz nurg'un bildi. Tashkillash kerak. Tashkillash yo'q. Turkiyada nurg'un yosh bolalar bor bildi. Ular ozroq hisob kerak. Ya'ni bir uyga solab qo'yib 12 soat o'tirib pulni berib, mana qil deydiganga pul kerak, tashkillash kerak. Yosh bolalar nima qilishni bilmaydi, ammo game o'ynab, shunda xaygir qildiganga ustib ketgan bolalar bor. Men bilmayman. İkinci hozir bu drone deydi, uçuqsiz uçak aeroplandan dindan kichik ekan bu nelaqa tizginli uçak degan ham azan ham o'ngay ekan. Uning uzunligi necha ming kilometr baralaydi, yasig'il bo'ldi ekan. Bizning Uyg'urlar yasalaydimiş yasamaydi. Ashunam azroq pul ajratib tashkillasa yasig'il bo'ldi. Yasab bizning Xitoyga ishki qismini urish kerak. Ayda u vaqtida Xitoy anaga to'xta biz bular chiqdiga olsak bizning Titan tomonimizga urib qo'ydi ekan deb azroq bizga e'tibor berdi. Xalqaro suhbat hech nima qilmay turib quruq beraversang Xitoy ustal ustiga kelmaydi. 1949da nima uchun Xitoy bizning ustal ustiga bitim qildi? 30 ming kishilik mana saqlatgan armiya bo'lg'ashqa Xitoy qo'rqa ketib bitim qildi. Agar 30 kishilik 30 ming armiya bo'lmagan bo'lsa Xitoy ko'ta qashqini deydi. 30 ming. Shundan bizda 30 ming bo'lsa 30 kishilik cyber attack qildigan, ya'ni elektronlik hujum qildigan, anda tizginlik uçak qilib 30 askarimiz bo'lsa, Xitoyning u yerga elib tegib qo'ysak, anandagi mas siyosiy da'vogarning gipi oqidi. Sen mening gipimni olmasam, bugun kecha bizdan portlaydi deydi. Bu urush taktikasi shunday. Men o'tirib aytgan-ku, masada uchun jang maydonlarida biz ustun qazishimiz kerak deydigan. Hozir jang maydonida biz o'zimizni ko'rsatmasang, ustaldagi natija birdan ustun tutolmaymiz. Nima? Ben Meşhur abi ittifaq to'g'risida qildim. Salma timada satlab ketdik. Amal yo'q, normal so'zlaganki keyin ulab koma berish to'g'ri keldi. Men yaqinda 30-yili yozgan Angliyaning Qashqarda turgan konsulning shu vaqtda hukumatiga yozgan bir parcha xatini o'qidim. Shu vaqtda Angliya hukumati birinchi jumuriyatga yordam bersak bo'lamdi deb so'rabdi. Sorsa bu konsul aşlap söylüp ya bular bek parçını gitti bir ideya yok mesela Hoca Niyaz bilan Sabit Tamla hemmini qilib bular hozir birlik bularga yordam qilib qolsak keyin mavu Xitoy birlashib ketganda biz bilan dushmanlikda bular ittifoqlik yo'q-ki, birlik yo'q.
bularga yordam bersak bo'lmaydi deb xat yozibdi. Shu xatni yaqinda o'qib qoldim. Shu bizningmi hozir mushlarni Nur Mamatmi dedim, menmi dedim, Saylamningmi dedik. Bularning hammasining bir ulgulik mingishiga ufqa bir birlikda kelgan bir tashkilotni. Buni hammamiz deymiz. Buni qiladigan buni deydigan odam yo'q. Abay Nur Mamatmi dedim. Men shu to'g'ri Nur Mamat degan misolni izlab yurman. Shu professorlarni oldiga uyalarga Sharq Turkiston Xitoyning bir qism emas degan hujjatni bir opasak endi gapimiz bundaq qonunliq bo'ldi dedi. Men qo'llayman shu hujjat kelsa nima qo'l qo'yib birman. Lekin men hozirgacha o'zim o'qigan barliq materiallarda so'zlashgan professorlarda Sharq Turkistonning Xitoyning bir qismi degan bir professorni bir kitobni o'qib boqmadim. Bir professorni anglab boqmadim. Men shu Sharq Turkiston to'g'riliq chiqqan ingliz kitoblarning hammini degida o'qib chiqyapman. Hozir chiqimni o'qidim, burun chiqimni o'qidim, maqollarni o'qidim. Hozir qo'l qo'ygan sen emas, men emas, chet ellik, ya'ni BDTdagi oya belki nododga mushular e'tirof qilish kerak ekan-ku, shu. Uni o'tganda bizdan bu Amerikadan masalan Nabijon shuni bir Parijdimi, Berlindimi, Belgiyada shunda bir yig'in ichilib, ashunda Sharq Turkistonning Xitoyning besilgan zimin to'g'riliq bir tarixiy faktlar so'zlab keldi bular. Amerikadan 3 professor bor, ingliz, bizning Uyg'ur Nabijon bor. Ya'ni ashunda shularning bir qadam bosqichi deb tushundim men. İnşallah bundaki bu kadar. Ona kadar sen bilen ben qo'llayman. Men qo'llayman. Qo'llayman. Unaqa men dedim aldım kes qo'l qo'yma. Ya sen bilen biz qo'l qo'ydigan ish emaskan. Endi bizning qo'llashimiz u bizga majburiyatkan. Bizning mangadigan yo'limizning bir istab. Qadam mustaqillik mangadigan yo'llarning bir qadami shu. Bir pallampi. Hozir tamam yaman chaplab ketdi, ama so'zlab ketsak bo'l boshqa temaga so'raymiz. Adovat temaga hozir shu Facebook'dagi qiziq nuqtadan birisida o'lishkin chiqdimi, tunugin chiqdimi, chiqib qoldi-da. Hindiston bilan Xitoyning o'rtasidagi chegara masalasida Xitoy hukumati necha ming kvadrat kilometr yana Hindistonga biribdi. Shuning bilan shu chegarada saqlab turgan Hindiston askarlar, Xitoy askarlari chekinib, aşağıda chegirdik bo'lgan jiddiychilik pasaydi u bu degandek gap so'zlar taqoldi hamda. Bu mendan nimasi Xitoy manbalaridan misolga narsalar bor ekan. Umumiy zimin 90 ming kvadrat kilometr dedim, shu taraf bir zimin ekan, ya'ni o'z vaqtida ya'ni bizning vatanimizning zimində bu narsanikine. Bu şəhərdə amma şu ya Mevlan Kamlanla işləyirəm özünlə göz qarşısına oturub qoyub baxsanlar, bu rast aşda bir nimamo yoki bir xalqning eg'izi gapmi bu? Mevlan Kamlan ko'rgan bo'lsa, bu Xitoycha yoki ingliz material qilin. Buni Xitoy to'rlarida so'zlayotdi ufqa. Endi buni qilish ehtimoli bor. Chunki hozir Xitoyning qonini bo'g'iyotgan, Rossiyaning qonini bo'g'iyotgan, Ironning qonini bo'g'iyotgan Amerika dollari. Xitoy dollardan masalanki hozir Xitoy Tungjijuninki materiallarni o'qib chiqdim, budaq so'zlagan so'zlab chiqma. Xitoyda butun masalan Xi Jinping, Jiang Zemin ashlarning hammasi shirkatlarini Shangongda yo'tkab chiqdi, Singapurga ketdi. Bu degan nima dollar ketdi. Dollardan ayrilib qolsa masalanga hozir Amerika Beijing yo Guangzhouga Xitoy yo'l qo'ymaydi. Bir bank qurib salsa, Xitoy yo'l qo'ysa, Xitoy pulining yarmini Amerika bankasi akitadi. Shuning uchun Xitoy bu Amerika dollardan qanday ayrilish bu Xitoyning eng chong strategiyasining yuragi. Shuning uchun bu Xitoy Rossiya bilan masalanga o'zaro rubl bilan xalq pul ishlatimiz deyapti. Shu bilan Hindistonning iqtisodi cho'ng, aholisi dunyo bo'yicha birinchi. Bular bilan agar shunday qilib ma yerni berma, ikkimizning o'rtada sen Hindiston pulini xajlaysan, men xalq pulini xajlayman. Mush orqali ikkimiz dollar o'zaro dollar ishlatmay, o'zaro pulimizni ishlatimiz, dollarni ojizlashtiramiz degan mendaq niyat bo'lib qolgan bo'lsa, meni bu parazlar bu inchik dokladni ko'midim. Bu qolgan bo'lsa Xitoy uning uchun azroq yani talash tortish qilgan bir yani tog'dagi ish unmaydigan bir yani ma'qul deb u azroq yani bergan bo'lsa mumkin. Xitoyningki men dokladning bir necha suhbatlarida anglab qoldim u gapni. Shu bo'lib qolishi mumkin. Ma nuqtadan aytganda bunimi yo'q degan mayda siyosat deganda-chi. Lekin shunda bo'lsa-mu, men deb o'tib qo'yay, o dollardan
ayrılış Xitayga hali dünyadaki hiç ne mümkün emas. Misali, mesela Rusya bilan Xitay dollar işletmedi, doğru mu? Rusya mesela Xitaydan mal alganda rubil işletti. Rubil deymiz ha Rusya'nın pulunu. Ruble. Ruble işletti. Mesela Xitay Rusya'dan mal alganda xalq pulu işletti. Bular bunda qilgan vaqtida men xalq puli bilan Rossiyaning qimmatini qanday belgilash to'g'ri keldi-ku, to'g'rimi? Mening 1 yuan xalq pulimga sening qancha rubling to'g'ri keldi? Buni belgilashda bular shu kuni yana shu kundagi men xalq pulining dollar bo'lgan qimmatini, rubelning dollar bo'lgan qimmatini hisoblab turib olmishdi. Asli nima bilan masalanga Mao Hindistan bilan shunday bo'lsa-mu, Hindistonning pulini rubel deydi-ku, deymi? Rupiya. Ular bo'lsa-mu, okey, men xalq pulni oldim, sen qoldi olding, lekin bu ikkining qimmatini hisoblash kerak. Hisoblash kelganda shular yana o'sha dollarning qimmatiga qarab, meni Hindistonning puli manchilikka bandi. Hatto Yevropadagi yevro bor-ku, Yevropada. Yevroni dollar orqali hisoblaydi. Masalan, her devlet var, hammasi euro işletiyordu. Hem o devletmin o'zining pullari bor. Angliya masalan pound işletiyordu. Euro işletiyordu. Bu ish qanday hisoblaydi? Shu kungi dollarning qimmatiga qarab turib, hisoblaydi. Shuning uchun bu chetda Xitoy shu bayto meyuan deydi. Dollardan ayrilish bu Xitoy iqtisodining yurigi. Xitoy puli agar buningdan ayrilib qolsa, bu Xitoy Amerika dollari buning keketini siqayotgan narsa. Boshqa narsa emas. Eng keketini siqayotgan mushu Rossiyani vayron qilayotgan mushu, Ironni vayron qilayotgan mushu. Shuning uchun Xitoy iqtisodining markazi o'sha dollardan ayrilish. Shuning uchun agar Hindiston bilan o'zaro pulni ishlatish to'g'riliq bit qalsa bu jihatdan azroq u kichik bir tog'dagi unmaydigan bir yerni Hindistonga bersam beray degan ehtimoli bo'lib qilishi mumkin. Men texi bu to'g'riliq konkret isbot ko'midim, faqat sening fikring qarab o'zimning analizini o'ttirib qo'yaman. Ya'ni bular Hindiston bilan Xitoy bir ikki davlatli Amerikaga qarshi, g'arb qarshi bir davlat ittifoqning adam bo'lgandan keyin balki bu bir yangicha nimada bo'libdi. Bunisiga nimaga qattiq bir nimalarimiz bormi yo'qmi? Bunisi yana bir savol bor. Buna da menimcha Mevlakamning degan dollar muhim sababni biz olamiz. Uni da bu berdigan tuproq bizning tuproq, bizning vatan tuproqni beramdi, Tibet chegarash yerini beramdi yoki boshqa yer berib uni tafsil o'qimaymiz. Mayli qayerda bo'lsa Xitoyning bir parcha yeri bergan. Men o'ylayman hozir Xitoy bilan Tayvan bo'g'izidagi jiddiylashish nima ketib qolsa, Xitoy Xi Jinping balkim o'lishdan burun o'zi bir mavzuda qahramon qilish uchun balki Tayvanni elish uchun bir haplashib qilish mumkin deb men faraz qilaman. U har qitim Tayvan bo'g'iz parakani quvvatidi. Shundoq bir vaqtda o'zining g'arbiy chegarasini xotirjam qilish uchun, Hindistonda bo'lgan jiddiylik pasaytish uchun hech bir strategik ahamiyati yo'q. 90 ming kvadrat kilometrlik bir yerni Hindistonga berib, anki birik davlatlar bo'lgandan bular kesak davlatlar bo'lgandan keyin bir ichki ittifoqni saqlab, oqi frontni yoki oqi jang maydonini xotirjam qilish uchun Hindiston bilan bir sulh saloh keldimki deb o'ylayman. Yani bir degan tuyuqsiz shu WhatsApp gruppisida bir videoni taqib qo'yibdi. Bu videoda shu Amerika Cumhuriyeti nomzodi Trumpningki Michigan shtati saylanib so'zlayotgan vaqtida o'sha yerdagi musulmonlar jamiyatiningki Trumpni qo'llaydiganligi haqidagi bir videoga balki shu ekranda ko'rgan qarindoshlarimiz buni ko'rdi. Ya'ni bu yerga musulmonlarmi o'ziniki siyosatga aktiv qatnashish orqali o'ziga ozroq bir manfaat paylik nuqtasi qiladigan nuqtani o'tirib qo'yish bilan ashari bir umumyuzlik Trumpga Amerika musulmonlarining Trumpga ovoz berish haqidagi nimasi ekanda bu xabarni ko'rib qoldim. Turkish xabar ekanda. Buniki hamda bularning degan narsa Trump ikki qatim nimada omon qolib qoldi, qaslash voqeasidan buni Allohniki buni saqlab qolishda bir nimasi borsa u bo'lgandek tunas qilib Trump hokimiyatga chiqib qolsa Isroil Falastin o'rtash urushda to'xtab qolish mumkin deb bu nuqtadan chiqish qilib Trumpni qo'llaydi ekanda hamda qanday o'zim bir qarindoshniki yana shada urushda Yahuda o'lib qon to'kishning oldini olish uchun bir yordamimiz bo'lib qolarmikan degan nuqtani asos
turib bir degan qanka. Mushunga Nurmatga siz qanday qaraysiz? Mushu videoni ko'rgan Menimcha bu Amerika musulmonlari aldirab Trumpga bermaydi. Bu da o o'tirishga urush to'g'ri, ha. Nurg'un musulmon davlatlar Amerikaga kirish cheklayotgan. Amerikada islom nima qilgan degan. Aslında Uygur, aslında Müslümanlarını Trump'ı yaxşı görmeydi, Müslümanlarını Trump'ı yaxşı görmeydi. Ama bu da bir tengsizlik aldı kapkaşka, yani Biden bilen Trump'ın geldi, Biden hükümetinin devam eder ama bu da şunun bilen Trump'ın talaş doğru geldi, adı Biden devirde oturuş Gaza tüpsüzlük getiriyor. Gaza'da aman kırgın oldu. Şunun kadar müşin toxtamadı, belki Trump toxtuş mümkün degen ümitlen, belki Trump mı nurg'un va'dalarni berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuningdek bu musulmonlar uni qo'ldi, lekin u musulmonlar jamiyatning rahbarlari uni qo'llab, unga ma'qul degan bilan ovoz beradigan har bir musulmon menimcha bermaydi Trumpga. Chunki Trumpning o'tmishda tarixda o'tgan 4 yilda musulmonlar eng kamsitgan yeri borda. Chunki 6 musulmon davlatni Amerika kirmas qilib qo'ygan, terrorist degan nomni eng chong qalpoq kiygizgan, endi Isroiliyaning 70-60 yilini hiçbir Amerika prezidenti qilmagan ishni qilib, ya'ni Falastinning ikki davlat bo'ladi, chegarasi 67 yilgi sharqiy Qudus uning qismi degan nimani buzib turib, Amerikaning konsulini Tel Avivdan Qudusga o'tkazib keldi. Suriyadan besavaga hech bir davlat e'tirof qilmagan, Amerikaning o'tgan 60 yilda hech qaysi prezident e'tirof qilmagan Golan egizligini Isroilning tuprog'i qilib berdi. Mushuni qarab, endi bu Trump'niki bu musulmonlarga unda birligi, musulmon degan asosan shu ashadimga yaxshi ko'rmaydi bu, yaxshi muomala qilmaydi. Agar chiqib qolsa, balkim Falastin degan masala qilmasligi mumkin. Chunki abiyan deganimdek Trump'niki bugunlar aytishdan tayini yo'q. Xuddi bir kechada Golan egizligini Isroilning bir tuprog'i degandek, g'arbiy qirg'oqdagi tuproqmi Isroilning bir tuprog'i, Isroilning ishi davitib qolsa, vaqtida ishni demaydi. İsrail vaqti o'zining bu ichki ishi aralashmaysa deb bugungi Gazani bo'lgandek uraverdi, tepsi qo'ydi. Shunaqa musulmonlar hozir bu musulmon tashkiloti ishkinlik qilib, bugun kunlikda kimga ovoz berish bilinmay qilgan bilan amaliyotda amaliy saylam chiqadi. Har bir musulmon hech qaysi chamqib bermaydi, ya'ni demokratlar bor. Chunki demokratlar yani biraz mo'tadillardak shu nimaga o'zining demokrat degan partiyaga loyiq chekda Müslümanlar olan mödül siyasette demokratlar qo'llandi. Men chiqib qo'yayman Nurmat ukamniki. To'g'ri deydi Nurmat. Bu qara. Bir yerdagi musulmonlarning fikri o'zi, tashviqot degan shundaqku. Bir vaqtida bir tashviqot chiqibdi, choy odamga nihoyat foydali qildi, lekin choyning to'piga sut qo'ysa, choyning odam bo'lgan foydasini yo'qotib yetadi degan. O bütün muş xalqlar Amerikada nurg'un xalqlar choyga sut qo'ymaydigan bu. Amaliyotda o Gollandiyani bir yerga bir bala masjidga 3 odamga qarab gapiga anglab to'rga sepib qo'yibdi. Undan keyin u bir dunyoda mushta biringa aylanib ketganda, shu yerga bir necha musulmonlar degandi. Lekin umumyuzlik musulmonlar Trump'ning chiqishini yana qo'rqidi. Bu cheklayman dedi. Uningdagi yana bir ketdi, men prezident bo'lsam, ajoqdagi Ironlarni sen derrol to'xtat, bütün muşlar birga yardımını bulmasa devletini men partitib 100 yıl burunga apirib qo'yman deydi. Uningki masalan bu Amerikadagi musulmonlar to'lsi, Pakistanlik, Bangladeshlik, Hindistonlik, Afrika, bular hammasi Gazadagi musulmon parastlar. U yoq qo'llaymiz deydi. Ondan keyin bu Trump'ı to'xtatimiz deyotgan davlatlar asosan mushu davlatlar. Trump'a men bu davlatlardagi odamni chegaradan kirishni to'xtatman deb chekladigan oldingidan chekladigan, lekin uni rad qilib ko'rdi. Shuning uchun u gap lekin Amerikadagi musulmonlarning umum iqimi emas. Men riyadagi musulmonlarning gapi gaylami masalan Trump'ninki tashviqot organlarimi shunday yatki ma'lum odamlarning fikrini chiqib, ularning umum tashviqotiga ishiltidi. Men bu yerda Nurmat bilan fikrim o'xshash, bu Amerikadagi musulmonlarning umum iqimi emas. Endi hozirgi bunda bir qarash borda, masalan, nimani misol qilaydi, Elon Muskni. Endi bu hozirgi Twitterda nihoyat ko'p videolar chiqadi, shularni qattiq qo'llaydiganligini.
Demokratiya partiyamızdan qattiq qarshiliqligini ifodalab, bular uniki biralqi o'g'li nima bo'lib ketdi bu, uniki hamjins qabul qildimi, jins o'zgardi deb nima qanday bu o'zida kuchlik biralqi dunyoga bir xitob qilib nima nimalar bor bunda. Endi hozirgi bu shu dunyo ajoyib biralqi bir davolash nimasi kelyapti-da, hozir ham dunyoning butunlay sistemasi almashdi deb. Ondan sonra Ukrayna urushi, hozir ham O'rta Sharqdagi urushlar, hamda Churam hozirgi shu saylam nimasida, ikki partiya nimasida. Shu Isroil Falastin O'rta Sharqdagi urushni nima qilishi, shundaqla Ukrayna urushi haqida qanday bir yangicha bir temalar, munozir nimalar bor. Buning binasi yo'qmi? Ya, ana bunda muqimlashib ketgan qara u kim chiqmasanga Churam chiqib qolsa, urush to'xtadi. Trump chiqsa, Trump biraz Putin parast. Trump chiqsa Ukraynaga besim ishlatadi. Hozirgi chegaramush Rossiya ag'a mishadigicha misha to'xtatsa, buni to'xtatmasang men sana yordam to'xtaman deb Trump nim parast. Trumpning vice presidentimi, Trumpning vice president J.D. Vance. Uyg'urcha ninda o'qiymasa J.D. Vance deb o'qimdik. J.D. Vance umi Ukraynadagi urushni to'xtatmas, u yerda bizning manfaatimiz yo'q deydi. U Ruslan bizga o'xshash aqtalliklar deydi. U o'xshash aqtallik bir madaniyatning odami bizning dushmanimiz Xitoy deydi. Butun kuchimizni Xitoyga qarshi turamiz deydi. U J.D. Vance'ning o to'g'riliq yozgan bir necha maqola bor e'lon qilgan burun. O'sha vice presidentga saylanmish nomini bo'lishdan burun e'lon qilgan maqolalari bor. Shuning uchun bu Putinning nimaga bo'lgan pozitsiyasi Ukrayna bo'lgan pozitsiyasi o'xshab nima Trumpning o'zgarib qilishi, u yerda biroz siyosat o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin Isroilga bo'lgan qo'llashi texmi kuchaydi. Chunki bu Isroilga uyg'on urushi Isroilning emas, Amerikaning butun arablarga g'itqis. Agar hurib o'ritsang, seningmi jazoni beraman degan Amerikaning signali. Shuning uchun bu yerda o'zgarmaydi. Kamala chiqib qolsa o'zgarib qilishi mumkin. Uqmaysan. Lekin Kongress, ikkala Kongressda bu kongressning a'zolari sap qayerlar to'lsa qara 60-70%ni 60 yoshdan oshganlar. Bular burun Sovet ittifoqi shunda ushib ketganlar. Bular Rossiyaga bo'lgan yiliqi ko'z qarshi o'zgarmagan. Shuning uchun bular Ukraina urushini davomlashtiramiz deydi. Endi Amerikaning strategiyali harbiylari bu Ukraina urush qanchalik uzun bo'lsa Amerikaga shunchalik yaxshi deydi. Chunki u yerga Amerika bir yil qancha bergani 60 milliard pul. 60 milliard hech nima emas. Amerikaning 2,5 trillion GDP'siga nisbatlanganda. Urush qanchalik uzaysa Rossiyaninki iqtisodiy shunchalik ojizlashadi. Nurg'un strategiyatlar Ukraina g'alaba qilishni xohlamaydi. Ukraina g'alaba qilmaydi, Rossiyaning qo'lida atom bomba bor 2,3 ming. Bu urushni xohlamaydi. Shuning uchun hozirgi siyosatdan azroq o'zgarishi mumkin, lekin bakchiq o'zgarib ketmasligi deb qarayman bu. Qanday deysan Nurbek aka? Bas deganga ben qo'shilar %100 ama Trump chiqib qolsa %100 o'liq burunmi Putin parasti yaqin do'sti ikkisi boyfriend aytdi. Ham Putinga terrorist desa qarshi chiqadi emasmi? Shunaqa urushda bay deganda birlik o'zim men agar farz bo'lsa bir kecha to'xtaman degan gap emasmi o'ziki? Bay deganda Rustamni talbishi hozir Bisvoga ya'ni Rustam bo'lishiga qo'shilishi, Rustam hozirgi tinchlik so'hbat tuzishning sharti Qrim, hozir Luas, Donbas yana bir yer bor. 3 yer sharqdagi 3 oblast, ya'ni Qrim 4'ini Rossiyaning tuprog'ida e'tirof qilsa, andan keyin yana bir sharti Ukraina NATO kirmasa bo'ldi. Rustam talabi shu. Balki men Trump chiqsa, endi sen degandek iqtisodiy kesitma bo'ldi, to'xtat deblam majburiy nimaga olib borib, ustalga bir qo'l qo'yg'izishmaga ajda to'xtatadi. Demasam bu urush Yevropa urushi bo'lganki, Yevropa istamaydi bu urushni, Yevropaning urush bo'lsin, har ikki Yevropalik o'zlari so'qishni istamaydi. Uni to'xtatdi, ular nishonni yana nimaga qaytardi? O'rta Sharq. Unda olsa bugungi suhbatimizda esa 1 soat kontrol qilamiz degan-ku, hozir 1 soat 40 minut o'tdi, programmani to'xtataylik. Saylamdan keyin, saylam tugab, hamda rasmiy qaysi rasmiy prezident chiqdi, u nimiz bo'lib bo'lgan ekan, yana bir qatam bir bu to'g'risida bir suhbat qilamiz. Xudoyim buyursa. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir deydig'ini ham bo'lsa,
texmi köp jiqraq o'qishmagan nuqtadan fikr qilgan musana odamlari siyosat o'qiganlar bo'lsin, xalqaro munosabat o'qiganlar bo'lsin va yoki vaziyat analizchilari bo'lsin va yoki tarix nimachilar qolib qolsin, ko'proq mushta bir temalarni yuritib turadigan har haftada bo'lib qolib qolsa, xalqaroda qanday nimalar bo'layotidi, Uyg'ur munosabat nimalar xabarlar chiqyotidi, xalqaro bo'lgan cho'ng-cho'ng yig'inlardagi Uyg'ur masalalarini tilg'angan mushta narsani analiz qilgan mushta bir qarali suhbatlarni qilib tursak, adam tap qololmaydi ekan, ekranga chiqadigan ras kelsak adam tapmoq bektaskanchu. Men buni bak nim qilib ketmaydim. Azroq bo'lsin kirishib qolib qol, men bir kirishib qolay bu narsalarga, shu nuqtalar nurg'un narsa men haqlan fikr almashtirib oldi ekanman deb o'yladim. Xohlasanglar davomli sizning atrofingizda turishib qolib qol, shularga desanglar, işte pat-pat suhbatlarni qilib tursa, yangi savollarni men hozirlab tursam, shundaqlar ekran oldida ko'rgan ekrandaki barlık şu program ko'rayotgan qarindoshlar program taqib qo'yinglar. Suhbat haqidagi yangi tek fikrim o'qas, biringlar kam nuqtamiz o'qas, to'liqlaymiz. Undan boshqa yangi suhbat nima tema so'qib qolsa, ta'minlanglar. Yangi suhbatlarni qilish orqali xalqimizning xalqaro vaziyatlardan yaxshi bir xabarda qilib turish uchun bu ekranimizni texnik jonlantiraydi. Bo'ldi, xo'sh hamsizlarga. Nurmat aka, sening ko'ngling uzun Makam selamat, hoş geldin. Ama rahmet bilen şefimize akırlaştı. Xeyr. Çıkıyor.